Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. İkinci qism Vatan Söygüsü. 19-bob. Kunlar oylarni, yillarni qo'g'lab, aradan 8 yil o'tib ketdi. Mavlon Xo'jayev xonimi Mohidil bilan Moskvaga ketdi. Ular yilda bir necha oylar bu yerda, ya'ni noyabrdan yanvarning oxirigacha Moskvaning eng so'qoq chaqlarida Toshkentda bo'ladi. Mohidil xonim Rayhonni bolalar kiyim-kechaklari fabrikasiga ishga o'rinlashtirib qo'ydi. Zulfiya bo'lsa maktab qo'ynida erkin azodi o'qib, bo'yimi obdonda o'sib qoldi. Fevralning o'tirlari Toshkent shahrida bir necha kun uda yomg'ir yig'ib, dal-daraxt gul-giyohlar yashirib baq surishga boshlagan. Yeshillik bu shaharni o'z qo'yniga ilishga ozli qolgan edi. Mahmud qari uda necha kun Rayhonning yeniga kirib, tamoq yeb, mungdishib chiqib ketdi. Biroq bir gapni aytqusi bor-yu, eg'iz ocholmay qiynalib chiqib ketdi. Rayhon tog'asining chiroyidan aniq bir nimaga erisholmasimi, ammo qallasida bir xiyol borligini sezib, u bugun kelganda obdanroq mungdishib, eg'iz ochirmoqchi bo'ldi. Shundaqdimi, u yana tog'am yolg'izchilik tortib kelayotganmidi yoki biror ko'ngilsizlik uchirganmidi deganlarni xiyol qilib qoldi. U tamoqni tayyor qilib turadi, Mahmud qari uyga kirib keldi. "Ajab vaqtida keldingiz, tag'a. Qani yuqori o'ting", dedi Rayhon uning oldiga yugurib chiqib. "Birdan o'tirib turing, ashni selib kiray." "Langman bek o'xshab ketganda qiladi. Qoro bek mazlik puravatidi. Bo'lsa, yaplaq besib selib bergina." "Ma'qul." Ikkilan langman yap bo'lib, osh suyidan obdan ichishdi. Mahmud qari gelini qirib, salpal qisilgan bir tarzda so'zni boshladi. "Qizim, necha kundan beri bu gapni aytay deb tilimning uchiga kelsimi, zodi aytolmadim. Endi aytmasam bo'lmaydigan yerga keldi." "Tag'a, nemish edi? Odamni taqozo qilmay tez ayting-a", dedi Rayhon jiddiylashib. "O'z vaqtida biz billa bu yurtga kelgan edik. Anam rahmatlikning qor yomg'ir yig'lab, qaqshab aytgan so'zlarga mubsand qilmay, zo'rlab degidek ilib mangdiq. Biroq rahmatlikning jasadi ashu yot bir yerda qoldi. Onamizning beshidan issiq so'qoq o'tgan bo'g'ashqa bizni yaqi yurtga chiqishdan to'sgan ekan. Mayligu, nada yashayli, hammasi o'xshashla Allohning zimini. O'ylab baqsam, yeshimni bir yerga berib qopdi. Mana shuncha yildan beri bo'ytaq yashayapman. Kolxozdan surilib Toshkentga keldim. Ammo mening bu yerda yildiz tortib qolgan bo'lmag'ashqa ayol zotidan biror nima o'zimga hamroh qilmadim. Sana qarsam, bir obdan xizmatga o'rinlashding. Qizingni bir bilan o'qiyotdi. O'qish, xarajat, daftar qalam, tamoq qiymi yo'q. Sharoiti bek yaxshi. Uning kelgusimi yaxshi bo'ladi. Senmi bir necha yil ichida sex boshlig'i bo'lding. Uyingmi tayyor. Mushularni o'ylab, oxir seni men bilan birga ketgin demayman. Ammo men vatanga, yurtga qaytmoqchi. Tinglab ko'rsam, yurt ichi omonchilik bo'pti. O'zingmi bilasan, men mush ikki qo'limga tayinib turmush kechirdigan odam. Dunyoning qayeriga borsam o'xshashla. Mahmud qari tunur va nondan ayrilolmaydi. Mening bu yerda sendan, Zulfiyadan boshqa tortishqudek odamim yo'q ekan. Shunga yurtga berib, uyimizning o'rniga uy silib, yer ilib, dehqonchilik qilg'ash, navoiylik qilsam, el mahalla, el yurt bilan birga ko'klab ketarman deb o'yladim. Uning ustiga rahmatli dadam, onam, xotin bolalarim tushimdan chiqmayotdi. O'zim bu yerda turgan bilan ko'nglim ashu yurtga tortib turdi. Bilaman, sen cho'qim men tashlab qo'yib ketamsiz deb o'ylaysan. Demisimi, dadang Hasanjon yo'q. Men bo'lsam, sendan bir kunmi ayrilmay yashasam bo'ladi. Biroq
Turmuş degende bizge qaysı yol oң bolsa, şu yolni tanlaganımız tüzük. Mening buningdan boshqa tanlash yo'lim yo'q ekan. Uning ustiga jurt qadri, ashu biz o'sgan yerlar burnimga chilgi burg'adek burab ketyapti. Bilmadim, meni yana nima qismatlar kutib turadi. Buning qarayiti chog'liq. Jazman jurtga ketdiman. Menmu bara qiyriman, kuchimdan qolaman. Shuninggacha oz to'li bir nima yig'ib, qiyirg'anda xarajat qiladiganga tayyor qilib qo'ymasam bo'lmas. Qizim meni shukr qilmadi, oshko'zlik qildi deb o'ylab qolmag'in. Ota-onam turgan yerda ularning chirig'ini yondiray. Dadimiz Seyit hojining nomi uchib ketmasin. Meni tashlab ketdi deb ranjimagin. Biz qayerda bo'lsak, tinch amon yashasak bo'ladi-ku. Senmi ko'nglimni tushangin. Bo'lamdi. Rayhan tog'asining so'zlarini anglab, o'ltirib shundoq azoblanib ketdiki, xuddi hozirli yolg'iz qolgandek, tog'asidan ayrilsa yashay-olmaydigandek ko'z oldi qorong'ulashdi. Tili qalbalashdi. U faqat tog'a deyalidi. Mahmud qari bir piyol choy quyib Rayhonga tutdi. Ham uning azobliq turqiga qarab, ichi mush qo'ygandek ichib ketdi. Biroq u niyatidan yana olmaydi. Singlim, Jenim qizim deb ketay. Biz nurg'un qarindoshlarımizdan, jondan aziz mehribonlarimizdan ayrildik. Ham shuncha yillardan beri oz bo'lmagan jafolarni tortdik. Endi kunning seriqini ko'rdik. O'tmish ketdi. Endi oldimizga qaramasak, o'zimizga yo'l topmasak, odamdek yashamasak bo'lmaydi. Mening o'z yurtimga berib, maydamni kerib yashug'im. Ashu zaminga chin-chin dasugim. Bu mening, bizning zamin degim bor. Darvaqa, bu yerlarga kelib, ko'ngil og'riqi, zulmdan qutuldik. Biroq yana nurg'un qurbonlik berdik. Dadam Hasanjon mushuning ichida. Ularning bosqin izidan gullar unsin dedik. Ular tarixga aylanib ketdi. Biz tek hayot ekanmiz. Bugungi tarix, bugungi kun bizga qarashliq. Biz hayotlik safaridagi bugungi mansub. Men so'zimdan yanmayman. Men bekmi uzoq o'ylanib shu qarorga keldim. Rayhon tog'asining so'zlariga qoyil bo'ldi. Ichida so'zildi. Yurtni seg'inmaydigan, vatanni seg'inmaydigan kim bor? Hech kim yo'q. O'zga yurtda podshoh bo'lgan odammi yana shu ona yurtini seg'inadi. Shu yurtning suyini, to'pisini, har bir g'ayri yerini seg'inadi. Shunga go'y kishilar boshqa yurtda podshohlik taxtiga o'ltirgan bo'lsa-mu, shu podshohlikdan, oltin taxtdan kechib o'z yurtiga berib, oddiy xalq qatorida yashashni manzil qiladi. Mana bu vatan muhabbati, yurt muhabbati, vatan qasidasidir. To'g'ri, tog'am to'g'ri deydi. Men uningdan bir umr rozi bo'lsam, uning oyog'iga bosh qo'ysam bo'ladi. Chunki bizning hech qanday qandoshlik munosabatimiz yo'qdirliq. Meni o'z qizidan chori ko'rib, Zulfiyani o'z navrisida ko'rib, beshimizni siladi. Mehr muhabbat yolg'iz urug' tuqqanlarda bo'lmaydi ekan. Mana bu shundoq yotlar orsidimi bo'ladi ekan. Qaraganda uning burunla yurtga ketgusi bo'lsa-mu, bizni g'ayribsinib qolmasin deb mangmabdi ekan. Bizga g'ayriblikning dardini tatqizmay debdi bechora. Biroq o'zi yegona yolg'iz qanchalik g'ayriblik tortgandi. Uyda ayol zoti yo'q, bo'ron uchib turgan bo'lsa-mu, bizni panohiga elib, biz o'zimizni baqalig'idek bo'lg'ichi saqlabdi. Tex menga, qizimga boshpana bo'lg'idek yo'lanchuk tepib, turmushdan xotirjam qildi. Ras, uningdek oq ko'ngil, mehribon, boshqalar uchun jon beradigan, o'zganing ishini o'z ishim deb biladigan mundaq odamdan qanchasi bor? Xudoyim, men pek talaylik ekanman. Menga mushundaq kam tepiladigan xislat egisini uchrashtirganingga rahmat. Ming rahmat. Tog'a, siz dadam o'rnidagi odam, mening eng jonkuyar mehribonimsiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, men o'sha ig'ir kunlarni qandoq o'tkazatdim?
Bu hayatni qandaq davamlaştıratdım? Bu günlerimdemi siz bana berdiniz. Mening üçün 10 atının mehrini, 10 anının söygüsünü berdiniz. Şuna sizden hergiz birdem ayrılgım yok idi. Biroq şurtqa ketay desem, şu bir tal qizimning kelgusini o'ylab qiynavatdiman. Rostini aytsam, biz bir-birimizga shuncha icharkishib ketibdi ekanmiz. Manga azroq vaqt bering, bo'lamdi. U tag'isiga yig'lamsirab qaradi. Mahmud qarining yuragi ezildi. Rahmatli singlisining beqib cho'ng qilgan qizi bilan navrisi bu yerda qilib yaxshi turmush kechirarlarmi? Oxirgisiloq bo'lib qolganida kim ularga mehribonlik qilar? Ular yig'laganda ko'z yoshini kim surtar? Ah, Tangrim, insonning bu dunyoga kelib yashashmigi naqadar mushkul. İnsan degan shu. Kechasi uxlab yetib, tong etishni, quyoshning ko'tarilishini kutadi. Erib charchaganda bo'lsa, kunning o'ltirishini, kash bo'lishini, patroq uxlashni kutadi. Ussiganda suv ichishni, to'ngliganda o't sinishni o'ylaydi. Biroq hamma ish o'zi o'ylagandek uncha oson bo'lmaydi. Turmush tasodifiyliklardan xoli emas. Kutilmagan ishlar yuz berib turadi. Ammo Mahmud qari ushtumtib bu o'yga kelgan emas. Chunki uning vatanida talay yillarning xotirasi, hayotlikdagi bosgan izi, sevgi harorati va shu yillarning sinoqlarga bardoshlik berib yashagan uzilmas rishta uni o'ziga bog'lab turadi. Mahmud qarining uzoq yillik hijron yuklari ostida ko'milib qolgan o'tliq hissiyoti qaytadan cho'qlanishga boshladi, ham uning vujudini titritib larziga soldi. U vatanning bulutliq osmonidagi porlagan quyoshni, o'ziga tonish yoki notonish chiroylarni ko'rishga oldirdi. U o'ziga eng yaqin, eng sodiq o'tgan do'stlarni emas, balki o'ziga tig' tanlagan, ashu aziz makondan ayrilishga majbur qilgan dushmanlarni ko'rgisi keldi. Yurakdagi bu o't 3 uyoqda tursin, balki kundan kunga lavildab ketdi. Shunga u ishni patroq hal qilishga, vatanga qaytib, ona tuproq qo'yniga o'zini etishga oldirdi. May oyida Toshkent shahri xiyoliy jannatdek go'zal bo'lib ketdi. Terak, mashnundal, chinor daraxtlari ko'chalarga soy tashlagan, yo'l bo'ylarida atirgul, layli, qizqaldoqlar ichilib xushpuroq chashqan, shaharmu, qiz cho'konlarmu tabiatdek go'zallashib ketgan edi. Ah, Toshkent, jannatdek shahar. Mahmud qari pasportiga muhr bostirib, Sovet ittifoqida turishliq Jungo puhrasi sufidi bilan vatanga qaytish ijozatnomasini oldi. Shuningdala u xiyoliy dunyodan qaytgandek bo'ldi. Chiroyi porlagan quyoshdek ichilib ketdi va birdanla xushligidan boqoldab yig'lab ketdi. U eqibatgan yoshlarini surtishni unutib uyiga qaytdi. Uyda u ko'tirib mag'uday hech narsa yo'q edi. U putiga o'tigini kiyib, ustiga shim, ko'nglak, chapon, beshiga to'miqni kiyib uydan chiqdi. İç-içidan urg'agan xushallik uni paydak yengil qilib atgan edi. U Rayhon bilan qo'shilish uchun uning uyiga kirdi. Rayhon tag'isiga qarab, lavlarini tishlaganicha turib qoldi. Mahmud qari: Rayhon, men kutgan soat yetib keldi. Avtobus meni saqlab o'tdi. Xudoyimga omonat, ko'rishgacha omon bo'ling, deb quchqini kang ochdi. Rayhon yosh lig'ildab turgan ko'zlarini Mahmud qariga tikib, cho'nqur tortdi-da, birdanla o'zini uning qo'yniga otdi. Tag'a, siz rostilla maqmoqchimi? Shundoq, hozirli mengishim zarur. Ular meni saqlab qoldi. Tag'a. Rayhon, bo'ldi. Ko'nglingni buzma. Biz yana ko'rishimiz. Xudoyimga omonat. Ah yo'l bo'lsin. To'xtab turing. Deb Rayhon yenidan pul elib, uning yanchug'iga oldirab salmoqchi bo'ldi. Biroq Mahmud qari uni rad qildi va mendan ansirmay, o'zinglarning kunini obdan o'tkazinglar. Xudoyimga omonat. Debla orqasiga yenib darvozadan chiqib ketdi. Tag'a.
Reyhan onun kaynidan yugurib ko'chaga chiqdi. Mahmud qarimo yig'laganda qilatdi. Uning gavdasining yenik titraganligini ko'rgan Reyhan toki uning qarisi yetkicha yig'lagan peti qarab qoldi. Mahmud qari bekatga yetib kelganda avtobusga ayol, uşaq balalar liq to'lgan edi. Ularning ko'zlari yosh yuqi, bu yerdagi urug' tuqqan qarindoshlarga chidamay yosh to'kmoqda edi. Avtobus qo'zg'alib bir ozdan keyin kishilar g'ung'ur parangga tushib ketdi. Avtobus 3-kuni kechqurun dal Mahmud qarining kema bilan o'tgan joyiga keldi. Uning yuragi ajoyib shiddat bilan silib, ko'z yoshlarini to'xtatib ololmay qoldi. U darhol sho'pirga: "Ustam, mush yerda 5 minut to'xtashga mumkin bo'larmi?" dedi. "Mijozingiz yo'qmi, apandi?" deb so'radi sho'pir, uning chiroyining bir qismi bo'lib qolganiga qarab. "Yo'q, undaq emas. Ana shu do'ngda onamning qabrisi bor edi. Ko'nglim buzilib qoldi. Mumkin bo'lsa, qabriga berib xatmi Qur'on qilib qo'ygan bo'lsam." "Qandoq bo'lib opamizning qabrisi bu yerda bo'lib qoladi?" deb so'radi sho'pir hayronligini bosolmay. 15 yil burun biz mana mush yerdan o'tib ketib atganda onam g'oyibdan kelgan bir pay o'q bilan jon uzgan edi. Amalsiz mush yerga ko'mib qo'ygan edik. Sho'pir avtobusni to'xtatdi-da, o'zimi kabinkadan tushib, Mahmud qari bilan do'ngga qarab mangdi. Boshqalarmi ularga ergashdi. Degandek, bu yerda yolg'iz bir qabri to'pisi uzoq yillar yomg'ir shamolda qolgan bo'lsa-mu, aniqla ko'rinib turadi. Hammaylar yukinib o'ltirishdi. Mahmud qari shundoq oldirmay, urg'uliq ovozda xatmi Qur'on qildi. Erlar ergashdi, ayollar ichida o'qidi. Mahmud qari hech qachon bu qabrini munchavala ko'p odam bilan ziyorat qilib qolarman deb xiyol qilmagan edi. Bundoq tasoddifiy kelgan fursatdan cheksiz shodlandi-da: "Rahmat ustam, rahmat qarindoshlar", dedi ta'sirlanib. Shundoq qilib qolgan hikoyalar avtobusda aytildi. Ular chegaradagi tekshirish punktidan chiqdi. Ularni bir avtobus kutib turardi. Shu avtobusga chiqqandan keyin yana safar davomlashdi. Ertasi kechda avtobus Nahiya bozoriga yetib keldi. Ular kichkina bir mehmonxonaga tushdi. Ertasi deganda Mahmud qari bir harvani kira qilib o'z uyi tarafga yo'l oldi. Nahiya bozorda o'zgarish ancha cho'ng emas. O'zi bor vaqtdagi ko'nrab qolgan masjid yangilangan. Rasta ko'chasi sal-pal kengaygan, ham yo'llari oz-oz tuzlangan. Yo'l bo'ylariga do'konlar selingan, uşaq tijoratchilar uyda o'ltirishgan. Oshpaz navoiylar o'z o'qiti bilan ovora bo'lib atgan. Bo'ri to'sqan oshxona navoiyxonlarning mo'risidan tutun chiqib atgan. Kavobdallardan kavobning puriqi tarqab atgan. Doğuqchilar, lampon sotadiganlar qator o'ltirishgan edi. Harva o'z qurosi bor ko'chaga kirishi bilan uning yuragi shiddatli so'qib ketdi. Yo'lning ikki tarafidagi uylar o'ylalarga qaradi. Eshik oldida o'ltirgan mo'maylar bovaylar uning qaraydi. U o'z uyining oldidagi seda darixini ko'rish bilan ko'zlariga qorong'ulik tiqildi. Butun badani holsiradi. Harvikash balaga aranla "To'xtang" deyaldi. Harvikash bala harvisini to'xtatib, sakrab yerga tushdi. Mahmud qari uy o'rniga qaradi. Ko'rik ko'nrab tushib ketay deb qolgan. Seda daraxining uch tarafiga nihoyat nurg'un qush changalari tizilgan. Darvoza yo'q. Qo'rodagi bir kesak uyning eshigi ochiq bo'lib, oppoq soqol bovay bilan yosh yigit ot taqisi yasavatdi. U bir besib, ikki besib ko'rikdan o'tib qo'roqqa kirdi. Bovay Mahmud qariga sinchilab qaradi-da, bo'lqini tashlab: "Sizlar Mahmud qari, shundoqmi?" dedi ko'zlariga ishonmagandek. "Shu men, sizlar Talib akammi nima? Salomat turamdilar?" dedi Mahmud qari bovay bilan qo'shqo'llab ko'rishib. Bovay birdanla Mahmud qarini quchoqlab ko'z yosh qildi. Lablari umchaydi. Yengining uchi bilan ko'z yoshlarini surtib: "Kelsizlar, o'ltirsizlar" deb
ko'nrab ketgan yog'och o'rindiqni akilib berib, o'zi bir ko'takka o'ltirdi. Odam hayot bo'lsa bir-biri bilan ko'rishidi ekan. Mana shuncha yil bo'pti. Sizlarning xat xabarlarini ololmagandik. Shunda qilib, sizlarni na'dan so'raymiz inim? Sovet İttifaqının O'zbekistondan kelishim aka. Mundaq deysizlar. Qolganlarchu. Hey, nimasin deydilar Talip aka. Dadam, xotunum, ikki balam noahli guylar tarafidan o'ltirildi. Mana bu uy kuydirilgandan keyin bu dardlarga chiday olmay bosh ilib jiroqlarga ketgan edik. Anamning jasadimi yo'lda qoldi. Biz u yerda obdan kunga erishgan edik. Biroq yurtni, qarindoshlarni seg'inib qaytib keldim. Sizlar bir obdan turibdilar. Qandaq yurt ichidishlikmi? Bu yurtni malaman qilib, bulab-talab, kuydirib, o'ltirib yurgan bulongchi qonxo'rlar bir kunda da ko'zdan g'oyib bo'lgandek yo'qoldi. Hozir kompartiya kelib, yurt ichi tinchlanib, kishilar xotirjam turmushga erishdi. Boy zo'migarlar kurashga tortilib, otadiganlari etilib, qolganlarning mol-mulki musodara qilinib, ularning hayvasi sundi. Tozi yaxshi vaqt kelibdilar, hamma ishlar o'ng'ishaldi. Rahmatli hoji bek obdan xalqni himoya qiladigan, yomondan qo'rqmaydigan bilimli kishi edi. Yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Uning ro'yiga duo qilib, mushu kichkina do'konni ichib, hojining chirig'ini yondirib o'ltirdim. Inim, sizlarni ko'rib, bir tuqqan qarindishim Makka Madinadan kelgandek xushal bo'ldim. Mana endi hojining chirig'ini yondiradigan o'g'lon keldi. Bu bek yaxshi bo'pti. Jursizlar inim. Do'konni taqab uyga borli. Bir piyola choy ichgash, qoldi gapni shu yerda qilishayli. Talpaxun ilgari Seyit hojining yugar yetim ishlarini qiladigan, oyig'i chaqqan, gap so'zlari joyida, lafzi halol bir kishi edi. Hoji hargiz uni xizmatchi qatorida emas, balki o'zining yaxshi birodaridek ko'ratdi. Ular ancha yasidoq bo'lmasa-mu, pokiz bir qo'rg'oga kirdi. 3 ig'izliq kesak uy, peshayvonlar muratlik, talbarang ostidagi yo'g'on katqa kegizlar selingan edi. "Voy, anisi, qaysinglar ba? Qani, ko'rpa chiqinglar," dedi bobay uy ichiga qarab varqirab. "Aziz mehmon keldi." Yoshqina bir cho'kan chiqib, ularga ta'zim qildi-da, qo'lidagi ko'rpani katqa soldi. Orqadan dasturxon silib, non masa ilib chiqdi. Bu Talpaxunning qizi edi. Birdamda bu uyga yosh, qiyri, o'tir yosh erlar kirib, bir-birlab Mahmud qori bilan qo'l ilishib ko'rishdi. U gohilar bilan quchoqlashib yig'lashdi, gohilar bilan chaqchaqlashdi. Talpaxun qo'y so'yib, sho'rpa, kavob qilib, bir kecha Mahmud qorni mehmon qildi. Qanchalik hikoya, qanchalik voqealar so'zlandikin, toki tong otguncha ular ko'z yumadi. 20-bob. Mahmud qori kelib uzoq o'tmayla har darajalik o'rinlar uni qizg'in qarshi oldi va uning talabi bo'yicha burunqi uy o'rniga qo'shib 5 mo yer kesib berdi. Uning kunlarining shunda xotirjam obdan o'tishiga ergishib, endi o'rnimi, yuragimi isishga boshladi. U Rayhonga xat yozib abat o'tib, ko'ngli rasmiy tindi. Bir bozor kunligi u bir qancha tangtushlari bilan samsixonada o'tiradi. Bir chaqda eshik tubida bir odam paydo bo'ldi. U egiz bo'y, o'rqligidan iskeletga o'xshab qolgan, 5 taqir, qosh kirpik degan yo'q, og'zi qalchaygan, kiyimlari jul-jul, u yer bu yerlari ichilib qolgan holatda edi. "Mang, nerkat! Do'konning oldiga kelib olmay!" deb qo'qladi do'kon egisi. Biroq u odam hech nimani anglamagandek turaverdi. Do'kon xo'jayini yo'g'on bir tayoqni ko'tarib chiqib, "Heli bir solaman," deb uningga hayba qildi. U putini so'rab, ming taslikda qochib ketdi. Do'kondagi xaridorlarning birlari yoqsin tutib, "Tova" deyishsa, birlari "Bu iplas hijab o'lmadi, jahonni sesdi" deyishdi. Mahmud qori yenida o'ltirgan Talpaxunga savol nazarda qaradi. "Mahmud qori, sizlar bu iplasni to'nimadilar, ha?" dedi Talpaxunmi uning maqsadini tushunib.
Ha, rostini to'nimadim. U odam voy, u heliqi yaloqchi, poyloqchi, chiqimchi, oshko'z Qosim To'gi shu. Deyishiga Mahmud qori yoqasini tutib hayronni has bo'lib qoldi. U ichida bu ebgar odam siyoqi yo'q, rasgi qandoqsiga heliqi hakavur Qosim To'gi bo'lsin deb ko'zlariga ishonmay qoldi. Tolib aka, men tush ko'ryotmaydigandiman. U shu ishplas shumi? Ha, naq o'zi shu. Uni aroq ichib, suvga tushib o'libdi deb anglagan edim. Bu qandoq bo'lg'ini? dedi Mahmud qori gap elib. To'g'ri, u gapmi bor. Shu kuni u aroqni bo'lishiga ichib, xudini uqmay suvga tushib ketibdi ekan. Suvga chiqqan ikki askar uni qutuldirib olibdi. U shu yotqancha bir oy o'rnidan tura olmabdi. Askining jini chiqmag'atas degan so'z rost ekan. Yana qandoq bo'lgan, u burunqidek yaxshi bo'lib qopti, dedi. Mahmud qori bilan Hasanjon bu iflosni suvga ittirib etgan. Ham Xo'shto'ga suvni bo'lishiga ichib, keyin cho'lga chiqarsan deb chaqchaq qilganim esida. Tova, mavi karomatni ko'rim. U darhol xiyolini kallasidan ner qilib, "Amsa keyin uningga nima bo'ldi?" deb so'radi. Qisas o'ti yomon. Odam har qancha pas, har qancha aski bo'lar, uningdek bo'lmas. Uning qilgan atganlari butun yurtqa bash qo'ldek ayon deysizlar. Uni Xudo urdi. Tolpog'in oldidagi nafas solgan choydan 2 piyola ichib elib, hikoyasini boshladi. El-yurt ig'ir kunlarda qolganda u zolimlar bilan ig'iz burun yolishib, yurtdagi boylarni, qo'l ilkida borlarni fosh qilib, o'zimi zo'r mol-mulk pul to'plagan edi. Sizlarning uygimi askarlarni mush ablah boshlab kirib ekan. Sizlar u yoqlarga bosh elib ketgandan keyinmi uning qilmagan askarligi qolmadi. Oxir heliqi bulongchi o'g'irlar yurtiga ketmoqchi bo'lish oldida qochoq askardan bir qanchasi Qosim To'gining uyiga kiribdi-da, "Biz at o'ygunni ketimiz, bizni obdan mehmon qilib ol", debdi. Qosim To'ga bu gapni anglab, "Sizlar ketsanglar, men qandoq qilaman? Bu yerdagi xalq mening teramni ta'tir so'ymamdi", debdi. Ularning boshlig'i hingong tishlarini chiqarib, "Sen biz bilan ketamding texi?" debdi set hiji payvi bilan. "Biz to'plagan boyliqlarni boshliqlarimiz yo'tkab ketdi. Endi shahar bizga qoldi. Shunga bizmi oz to'la mol dunyoga ega bo'lmasak bo'lmaydi. Senmi oz pulga ega bo'lmading. Endi shuni bizga bersan. Men sizlar uchun shunchalik jon tikib ishildim. Endi sizlar meni bulayman demsizlar?" deyishiga ular uning og'zi burnini qon qilib etibdi-da. "Seningdek o'z millatiga, o'z yurtliqlariga yaxshilik kelmagan noahlidan bizga yaxshilik tegamdi? Sen degan bir chiplas, xoin. Hozirli sanduqlarni ichib, oltin kumushlarni chiqar", debdi. Qosim To'ga tizlanib turib, "Boshliq, menga rahim qilsizlar, sizlardan o'tinay", deb yelinibdi. Dal shu chog'da Qosim To'gining kichik xotini bilan To'gining 15 va 13 yoshli qizi kirib qoldi. Shuning bilan askarlar taraf-tarafdan kelib, uchaylarni qushni mujug'andek mujib uyga akirib ketibdi. Qosim To'ga ularga varqirgan ekan, biri kelib uni o'ylidagi pishayvonning to'rikiga bog'lab qo'yibdi. Uyda 3 qiz cho'kanning nola faryodi ko'tarilibdi. U ishplaslar bir-birlab kirib, ularni dafsanda qilgandan keyin bo'g'ib o'ltirib etibdi. Ondan uydagi pul, oltin kumushlarni xaltalarga qochilab, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qandoq bo'lgan, bir yigit Qosim To'gining qorosiga kirib kelib, qarsa u hushsiz yotgan. Shuning bilan uning qo'lini bo'shitib, yerga yotqizib qo'yib chiqib ketibdi. Bir chog'da hushiga kelgan Qosim To'ga uyga kirib, chirqirab yenib chiqqancha ilishib qopti. Uning qilgan atganlari intayin ko'p bo'lg'achqa, xalq uning ustidan shikoyat qilib, o'lim jazosi berishini talab qilgan bo'lsa-mu, qonunda sarang'i sud yo'q ekan. Shuning bilan itdak so'rilib yurdi shu. Aslida Mahmud qori u iflosdan bek nafratlanadi. Biroq nimishqidir uning ichi og'rib qoldi. Uni ikkinchi ko'rmasam ekan degan niyatga keldi. Biroq ko'chaga chiqsa u uchrab qoladi.
Gahilar onunğa çalma atsa, gahilar şapaq atatdı. Onu körgəli yerdə sür toqay qılatdı. Mahmud qari 5 mo yerinin ətrafını cigdi göçütü bilən şamalmı kirəlməydiğan qılıb torab, suvadan terək cirim tikdi. Dokanı midirlatmay Talib ağınığı berib, köngdə də başqa jayğa beriş planını püşdü də. Talibqa, mana bu öyünün aşqıcı. Sili taqçılıq bilən günlərini ötküzey bərsilər. Mən suvadan terəklərim pulğa yarğıdak bolğıça, yana azraq jahan kesib kelay. Andın bu yerge öy silib, ikimiz qoşuna oturarmız. Jirim sug'urish ishi o'zirga qaldi aka. Deb, yenidan bir bağlam pul chiqarib, onunğa berib xo'shlashib maqdi. Mahmud qarining bir og'inisi Ürümchida edi. O Mahmud qariga Ürümchida navoyxona ochsa, pul tepish oson bo'ladiganligi haqida xat yozgan edi. Şoň o təvəkkül qılıpla Ürümchiga yo'lga chiqdi-da, 7 kun qar mashinada minib, 3 ay bag'ri silkinib, jeni aran qilib bu shaharga keldi. O ağaynısının bizning uyda turayli degeniga unamay, taraf-tarafdan uy izdidi. Degandek, bir tatarning cho'ng bo'yiga joylashgan qo'roz kangri, derizlari cho'ng, usti qanaltirda yepilgan uy uchrab qoldi-da, uning yuragiga o't tushdi. Yaxshi yeri u kishi Sovet ittifoqiga, o'z yurtiga qaytdi ekan. Shunga uy ancha qimmat emas edi. O uy egasi bilan kelishib, bir haftadan keyin pul topshirib, uy xati, yer xatlarini almashtirib, taxmiqlar qildi. Uy egasi mard ekan. Uy jabduqlarini ozg'in pulga hisoblab berib ketdi. Uyni ko'rgili kelgan og'inisi uningga: "Adash, chet elda o'zingni xeyli tomlab keldingmi qandaq? Bu uy shaharning ko'zi jumi?" deb chaqchaq qildi. Mahmud qari kulib qo'ydi. Şunun bilan navoyxona mana mush qo'rog'i ichildi. Tonuru qo'roqning ichida. Pashxun azroq sirtiga chiqarildi. 3 shagird oldi. Ishlar shunchalik yurishib ketdiki, non, samsa, go'shkirdi oldiganlarning oyog'i uzilmadi. Mahmud qari bu uyga o'rinlashib elibla Rayhon bilan qiziga chaqiriq avatgan edi. İyulning 5-ida ular yetib keldi. Ular bir necha kun bir-birining didoriga qinishmasdan muntashdi. Bir kuni kechqurun choy ichib o'tirib, Rayhon Mahmud qariga qarab kulimsirab: "Tag'a, qayerda yurib muncha beyib ketdingiz? Qarang, setib olgan uyimizning kattaligini. Ko'n qoroyingizning tegidan ko'mzak chiqib qoldimi nima?" dedi chaqchaq qilib. Mahmud qari sirliq kulib qo'yib: "Singlim, men bolaning cho'ngi bo'lgandan keyin ba'zi ishlarni biletdim. Boy bo'lib qilishim biri anamning kemida qapti degan kanjiri. Oningda nurg'un boylik bor edi. Sir daryosi bo'yidagi chaqda sizlarga bergan pul, kiyim-kechak, yemak-ichmak ashu kanjiridan kelgan. Toki men yurtga qaytguncha ana shularni xarajat qildim. Men uyimizga kelsam, Talibqam shu qoroda ekan. Uning bilan bir necha kun birga bo'ldim. Nahayt katta mehmon qildi. Shu qorodimi azroq bir narsa bor edi. Biz ilgari tamoq etadigan o'choqning nerisidagi terakning yeniga bir ko'mzakda boyliq ko'mib qo'ygan edik. Terak bo'lmag'ini bilan ko'tiga bor ekan. 2 kecha uxlamasdan ko'lab ko'mzakni topdim-da, is bo'sini chiqarmay Ürümchiga kelib elib, mana bu qoroni setib oldim. Bu boyliqda sizlarning nasibanglarmi bor? Vaqti kelsa beraman. Shunga sizlarni patroq kelsikan deb yo'linglarga qarag'inim shu. Bo'pdimi ya? Bizga hech narsaning keragi yo'q. Qayta didorlashganimizning o'zi g'animat, dedi Rayhon xo'shligini yoshirmay. Singlim, bizning oila nahayat ko'p qitim so'riqchilik tortdik. Nurg'un narsalarimizni bulab talab ketdi. Dadam rahmatli nahayat puxta odam edi. Ko'p yil jahon kezib topgan pullarni nahayat tejab xajlaydi. Ishonchini ishonchlik yerda saqlaydi. Hatto oshxonaning bir temini 5 chorak so'qmagan bug'doy bilan suvab qo'ygan. Buning sababini so'rsam, balam, jahon bir xil turmaydi. Agar oshliq qahatchiligi bo'lsa, oshu tamni so'yib, bug'doyni so'qib, jahondorchilik qilib turamiz, deydi. Menmo dadamdan goh ishlarni o'rgangan. Uyimizning kaynidagi 5 mo yerga terak ko'chit tikdim. Xudoyim buyursa, qachonla satsaq pulga yaraydi. Bo'pdimi ya? Bo'lmamdigan. Tag'a, siz aqlliqchimi? Zulfiya bu yerda qo'shnilarning qizlari bilan tanishib qoldi-da, ulardan ayrilg'isi kelmadi. Shuning bilan u: "Cho'ng dada,
Yerim yilni uyda turib o'tkazgicha mahalladagi qizlar bilan birga maktabga berib o'qisam bo'pti ekan, dedi. Bo'ladi qizim, men maktab bilan so'zlashay, dedi Mahmud qari. Shunda qilib Zulfiya to'liq o'tir maktabning 2-yiliqiga o'qishga kirdi. Bir kuni u do'stlari bilan Zuhra degan qizning uyiga berib o'tirib kelib, shunchalik xushal bo'lib ketdiki, xeyliqcha ularning uyi, tomiqi va do'stlari to'g'risida so'zlab ketdi. Gohi kunlari u do'stlarini bu uyga boshlab keladi-da, ularni samsa, go'shgirda, kavob bilan mehmon qiladi. U Zuhra bilan do'st bo'lib birga yurgan kunlarda ularning orasida Olmos degan bir yigit paydo bo'ldi. Bu yigit Zuhra bilan bir sinfda o'qig'ili 3 yil bo'lgan ekan. Gohi uchaylan bir kinoga kiradi. Gohi kunlari kech qolsa Zuhra bilan Olmos uni uyiga akilib qo'yib ketadi. Shu yili Ma'rif idorasi Sovet ittifoqiga bir qism o'quvchilarni o'qishga chiqarish uchun maktablardan o'quvchi tanlayotgan edi. Zuhra bu ishdan xabardor bo'libla u yerga chiqib o'qishga nihoyat qiziqdi. Bir kuni Zuhra, Olmos, Zulfiya uchaylan birga ketayotganda Zuhra Olmosga qarab: "Men cho'qim Sovet ittifoqiga o'qishga boraman. U yerda jahonning payzini suraman. Katta yigitlar bilan tanishaman", dedi kulib turib. Sizmi cho'qim chiqsiz-a? İmtihan oladi ekan, har xil tanlashlar bo'ladi ekan, shunga oldin bir nim deya olmayman. Chiqalasam xush bo'laman. Agar u yerga o'qishga chiqa olmay qolsam, boshqa oliy maktablarda o'qiyman. Shundaqmi? dedi u Zulfiyaga qarab. To'g'ri deysiz, Olmos. Qilmoqchi bo'lgan ishni oldin bir nim demak tez. Har ikkinglar o'qishga chiqsanglarga bak yaxshi bo'ladi, dedi u ikkilasiga qarab. Olmos doim gapni kesib qilmaydi. U degan sinfimizdagi o'quvchilarning eng oldi tursa, u chiqmay kim chiqadi? İmtihan degan sirliq ish. Gohi shundoq yaxshi o'qiganlar o'tolmay, ta'lim kelib qolganlar o'tib qoladi. Yuringlar qizlar. Keyin kishini talashmay bir yerga berib o'ynab kelaylik. "Biyey, mav Olmosning gapini", dedi Zuhra kulib turib. "Gapni elib qochmang. Rostla Sovet ittifoqiga o'qishga chiqqingiz bormi yo'q?" Albatta bor. Fan texnikada taraqqiy qilgan davlat o'qishni kim xohlamasin. Biroq bek umidlanib ketib, bora olmay qolsam azoblanib qolmay deyman. Shunga issiqmi emas, sovuqmi emas turgan yaxshi. Ma'qul, mo'tadil yigit. Biroq mening ishonchim zo'r. Fursatni cho'qim qo'ldan bermayman. Chunki Toshkentda katta yigitlar ko'p, dedi Zulfiya kulib. To'g'ri, dedi Zuhra. Ashu joylarga chiqib, yigitlarni toza chekib tanlab tepib, qani sen kim, men kim deb yashig'inimiz yaxshi. Shundaqmi? Uchaylan bu so'zni bir qiziqchilik deb bilib, rosa kulishdi. Ular Shinjong institutiga tansiq bormoqchi bo'lib qo'ltiqlashib ketib-atadi. Zuhra egiz bo'y, uzun qo'ng'ir sochlari do'lqillab beligacha tushib turgan, qo'ng'ir ko'zlari chaqnab turgan oq yuzli qiz edi. Zulfiya o'ttira bo'y, qara qash, qara ko'z qiz edi. Ular yo'lning to'qnishiga kelganda Zulfiya: "Mening tansiqqa borg'im yo'q. Uyga kirib ketay", dedi. "Rostini bormamsan?" "Ha, uyga kirib ketdim. Xo'shamsan?" Olmosmi sal ikkilanib qoldi bo'lg'ay. Zuhra: "Siznimi uyingizga olib qo'yay", deb mangdi. U Zuhrani eshik oldiga akilib qo'yib, orqasiga yonmoqchi bo'lib edi. Zuhra: "Rahmat sizga", deb Olmosning mag'ziga birini so'yib qo'ydi. Olmos bundoq bo'lishini kutmagan edi. Qizirib turib: Men mangay, xayr xo'sh", deb kayniga yondi. Shu yili yozlik ta'tildan keyin Zulfiya Toshkentga qaytib ketdi. Nima uchundir Olmos turibla Zulfiyani o'ylaydigan, uni ko'rgis keldigan bo'lib qoldi. To'g'ri, Zulfiyaning mijoz xulqi yaxshi bo'lg'achqa, uni saboqlashim deb seg'inayotgan bo'lsa kerak. Ikkinchi yili Toshkentga o'qishga chiqadiganlar tanlanib, Olmosning ismi e'lon qilindi. Ammo o'tdek qizg'in, ishonchi urg'ib turgan Zuhraning ismi chiqmadi. Mana shu kundan tortib saboqdoshlar Zuhrani zotli ko'rmadi. Hatto ular yo'lga chiqadigan kuni uni uzitib keladi deb xiyol qilgan bo'lsa-mu, u turmoq soyasi ko'rinmadi.
Алмас bir tarafdan Toshkentga o'qishga mang'alganligi uchun, yana bir tarafdan Zulfiyani ko'rdiganligi uchun beshi ko'kka taqashqidek xush edi. 21-bob. Almas Toshkentga kelgandan keyin birinchi bo'lib Zulfiya bilan ko'rishdi. Almasning kutganidek ikkisi bir oliy maktabga taqsimlangan, yana davomli saboqdosh bo'lib qolgan edi. Almas Zulfiyani yaxshi ko'rib qolganligini his qilgan bo'lsa-mu, muhabbatini izhor qilishga jur'at qila olmadi. Chunki bu ko'p millatlik oliy maktabdagi har millat o'quvchilari orasida Zulfiyani qo'g'lashadiganlar oz emas edi. Zulfiya chiroyidagi go'zalligidan ko'ra yurish turishidagi tamkinligi, nazokati, nozikligi bilan to'lim jalbkor edi. Odamning yuragiga rohat beg'ishlaydigan chiroyli qarashlari, tatli kulimsirashlari har qanday yigitning yuragiga o't tutashtiradi. Ular bir kuni maktabda uchrashdi. "Yaxshimisiz Zulfiya?" dedi Almas uning oldiga kelib. "Yaxshi, o'zingiz-chi?" dedi qiz xushxo'ylik bilan kulib. Uning kulkisi yigitni shunchalik maftun qildiki, uning yuragi xo'shlikdan o'ynab ketdi. Qizning butun vujudidan urg'ib turgan bir go'zallikka maftun bo'ldi. Almas darhol o'zini unishib olib, "Tamoqqa mangdim, birga yemamdiq." "Rahmat, men uyga qaytman," dedi Zulfiya. "Amsa keyin ko'risharmiz," dedi Almas qizdan ko'z uzalmay. Yigitning vujudidan, so'zlaridan bir xil xushallik va shirin hislari ifodalanmoqda edi. "Xo'shamsa?" Almas Zulfiyaning orqasidan qarab turib qoldi. "Tamoqqa maganmiding?" Almas tuyuqsiz anglangan ovozdan andikib ketdi va yanada turgan Farruxni ko'rib, sal tamtirab qoldi. Ikkilan birga oshxonaga kirib, tamoq yegash paranglashdi. Almasdan bir yillik yuqori sinfda o'qiydigan Farruh to'limi kelishgan yigit edi. Ular taqdan baqdan paranglashib o'tirib, Farruh birtilla Zulfiyaning gapini chiqarib qoldi. "Zulfiya yaxshi qiz," dedi Almas. "U bizning davlatga borganda ikkimiz tanishib qolgan, texi necha oylik saboqdoshim bo'lgan edi. O'zi bak xushxo'y, qoidali qiz." "Sizlar yaqin o'tamsizlar?" "Biz saboqdosh shu." Almas Zulfiya yaxshi ko'rdiganini aldirab og'zidan chiqarmadi. "Men uni maktabda tunji ko'rgan kunimda yaxshi ko'rib qolgandim," dedi Farruh burnini surtib turib. Orqadan maqtanib, "Menmi ziyoli oilasidan, dadam Toshkent shahrida katta rahbar, opam universitetning o'qituvchisi. Uy, pul, mol-mulk to'liq. Meni qo'g'lashadiganlarmi ko'p. Men yoshlikka qadam qo'yganimda pari suhbat jononlarni uchratdim. Ularning ichida rus, tatar qizlarimi bor edi. Ularning ba'zilari menga o'zini otdi, yana ba'zilari qo'l uzatdi. Biroq men qochdim yoki bir necha kun birga bo'lib orqamni qildim. Bilmadim, nima taqdiri o'zi, endi bu qizga ko'zim tushib qoldi. Biroq u qiz go'yo hech nimani sezmagandek menga ko'z qirnimi solmayotdi. Men o'yladim, bu nima? Bu hayotlik safaridagi tepishmoqmi yoki muhabbat hikoyasimi? To'g'ri, bu hayotlikdagi muhabbat naqshisi. Bu naqshlar gohilarga xush yoqadi, gohilarga yoqmaydi, gohilarni ko'ydirdi, gohilarni so'ydirdi. Qarang, o'zbek qizlarining go'zalligiga, dunyoda o'zbek qizlaridek go'zal, itoatchan, ishchan, jalbkor qizlar yo'q. Ular menga o'zlarini parvonadek otadi, biroq ularga hech maylim bormaydi. Almas Farruxning og'ziga qarab qoldi. U go'yo muhabbat qo'ynimida pishib yetilgan bir yigitdek qiladi. Ham uning qo'lidan har qanday ish keladigandek alpozli edi. "Zulfiyaning oilasidagilarni bilamsan?" "Ha, opsi bor. Bolalari kiyim-kechaklar zavodida boshqaruvchi bo'lib ishlaydi. Zulfiya bo'lsa yolg'iz farzand." "Uning yurgan yigiti bormidi?" "Bilmadim. Buni o'zidan so'rag'in," dedi Almas birdinla kelib uchib. Uning tomoqmi gelidan o'tmadi-da, o'rnidan turib, "Mening ozroq ishim bor edi," deb Farruh bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Farruh hayron bo'lib Almasning kaynidan qarab qoldi. Farruh u kuni kashkichi xiyol bilan band bo'ldi.
Bu qizning ko'zlaridan bir poklik nuri chaqnab turadi. U men bilan aralashgan yoki meni qo'g'lashgan qizlarga o'xshash dadamning katta amaliga, oilamizning boyligiga va obro'yiga ko'z tikadigan qizlardan emas. Bunda tuvan turmushda yashaganlarni qo'lga qush qo'ndirgandek qo'ndirish oson. Uni sizg'an siziqimdan chiqmaydigan qilib yetalayman. Texi hammaga tetadigan ajoyib katta onajonim uni boshqaradi. To'g'ri, uni siqib suyini chiqarib yetadi. Qaltis ishda xotining bormi? Bor. Nada? Idorada ishlaydi. Ishdan tushib uyda chumulidek tin topmay qimirlaydi. Qolganini o'zim bilaman. 4 kunlik bu olamda yashagan. Farruh, sen o'g'il bola juma. Qilaman deganingni qil. Әтсіла Пәру аппақ көңлек киіп, қара костюм бұрылка, галстук тақыған halda хушқой күлімсіреп Зульфияның алдыда пайда болды. Салам, Зульфия, yaxshi turamsiz? Dedi u mug'ambarlarcha kulib. Yaxshimisiz, Farruh? Dedi Zульфия onunğa sap salg'ash. Farruh sirtqi jihatdan haqiqatan kam kuchsiz yigit edi. Her qanday qiz onun kelishgan qaddi qomatiga, nur to'kib turadigan, qizlarni mahliya qiladigan bir jup qora ko'ziga, yurish turishiga, boyliqiga qiziqatdi. Farruh: "Bugun kechdagi konsertga 2 bilet oldim. Soat 7 da teatrxona oldida sizni saqlayman" deb ketib qoldi. Zulfiya onunğa javob berishga ulgurmadi. U uyiga qaytqach ko'p o'ylandi. To'g'ri, Farruhning qaddi qomati, dodil so'zlari, muhabbatli qarashlari har qanday bir qizni o'ziga tortadi. Biroq onasi bilan birga yashab, biror yigit bilan yurib baxmagan Zulfiya turmushni ancha tushunib ketmaydi. Uningmi muhabbat gullari g'onchilab bahorga, quyoshga talpinadigan vaqti kelgan bo'lg'ashqa, Farruhdek chaqnab turgan yigitga taslim bo'lishga tayyor edi. Hech qanday hiyla mikra aralashmagan, sap сөйгү taqasoligida yurgan bu sodda qiz Farruhdek yigitlarga osonna mahliya bo'ladi. Hamma nimasi tal, o'ziga, oilasiga yaroqli bo'la oladigan bir yigitga tegish, boyashat, g'amsiz yashash, onasini jafodan qutuldirish. Bu uning uzoqdan buyanqi orzulari emasmidi? To'g'ri, Zulfiya hammadan muhabbatni oldingi shart qilishni o'ylagan edi. Muhabbatga pul, boyliq, yaxshi turmush qitilsa, uningdanmi ortiq baxt bo'lamdi. U kuni Zulfiya oddiyla kiyinib chiqqan bo'lsa-mu, Farruh jiroqdan itib kelib: "Salom Zulfiya, bugun kechda texim go'zal bo'lib ketibsiz. Har nima bo'lsa, meni saqlatmadingiz" dedi xoshalligini yushirmay. U kuni konsert shundoq yaxshi bo'ldi. Farruh atoqliq artistlarga o'z nomidan guldastlarni sovg'a qilib, ularning tashakkurlariga erishdi. O'yindan qaytish oldida: "Qadrlikim, sizni cheksiz yaxshi ko'rib qoldim. Menga ichingiz og'irsin. Men bilan birga yashashga va'da qiling. Bo'lamdi" dedi muhabbatga to'lgan ko'zlarda Zulfiyaga beqib. Bu so'zlar qizning yurak qatlamidagi to'nlagan muzlarni eritishga boshladi. Onun yuragi sevgi zamzamlari bilan liqqa to'ldi. Ko'zlarida muhabbat nuri, baxt nuri chaqnadi. Biroq u: "Biz texi bugunla bir-birimiz bilan yaqin uchrashdik. Men o'ylanib javob beray. Sizmi yaxshiroq o'ylaning" dedi. Ammo Farruh: "O'ylangudek nimasi bor? Qadrlikim, biz degan yosh, davrimiz erkin muhabbatga kengri ichilgan. Biroq men yana da javobingizni o'z og'zingizdan kutaman. Hozir javob bering demayman. Bo'lamdi?" Zulfiya bu so'zga chiroyli kulgisi bilan javob qaytardi. Shunda qilib, oz kun o'tmay Zulfiya bilan Farruh yurib qoldi. Biroq ikkilan birga ketayotganda Farruhni do'qmish-do'qmishda qizlar tutib olib gap so'raydi. Gohilari nafratli ko'zlari bilan qaraydi. Bir kuni Zulfiya bilan Farruh bog'chada o'tiradi. Biri rus qizi ularning oldiga keldida Farruhga mixdek qadilib qarab etib, neriga berib turdi. Farruh o'rnidan turib, u qizni neriga o'rindiq taklif qilib, nurg'un so'zladi. Xuddi uningga yelinganday, yolg'irgandek qildi. Biroq u qiz zangar ko'zlaridan g'azab ushqunlarini yog'dirib, Farruhning ko'ziga jo'nib turib varqirig'inicha ketib qoldi.
Farruh qaytib kelib, "Kechiring Zulfiya, bu narsalarga yo'liqib qoldingmi? Bo'ldi. Sana yar yelimdek chaplashib qoladi. Savaqdash edi, keyin bir mezgil aralashgan. Heli uyga berib oladi, heli yo'lda tutib oladi shu." Apam onunğa chiroyli so'zlarni qildi, biroq u qiz niyatidan yonidigandek qilmaydi. Zulfiya bu gaplarni anglab sal kayf ushgan bo'lsa-mu, darhol o'zini o'ngishib oldi. Shunchalik kelishgan Farruhning xuddi gunoh o'tkazib qo'ygan boladek yerga qarab turishidan Zulfiyaning ko'ngli yumshab qoldi. Kunlari bir-birini qo'g'lab shuncha tez o'tmoqda edi. Ular dam ilish kunlarini shundoq shadxo'ramlikda o'tkazib o'tdi. Biroq Farruh Zulfiyaga biror do'sti yoki saboqdishini tanishtirmadi. Chunki u Zulfiyani har qanday biridan qizg'anadi. Bo'lsa, shishidan sanduq yasab, Zulfiyani sanduqqa silib o'tkazib keladi. Farruh bilan Zulfiya birga manganda ko'pincha qizlar ularga qarshi pichirlashadi. Buningda Zulfiya to'liq beab ahvolga tushib qolsa, aksicha Farruh mag'rurlik qilib tersiga batmay qoladi. Tanishlar uchrab qolsa, g'odiyib turib, bir-ikki eg'iz ahvollashib ketib qoladi. Ondan Zulfiyaga, "Voy, dadamning boshliq bo'g'ini menga bo'ldi-ku. Bu haq meni ko'rsimi xushamat qilib ketgan, yo men u haqning ishini hal qilib berdigandek" deydi-da, orqalilla uyini maqtaydi. "Bizning uyni ko'rsangiz, jannat ekan deb qolasiz. Keng 2 qavatlik imorat, pullarga esil gilamlar selingan, jovanlarga chet elning chiniqqacha kristallari tizilgan. Kim desa, ministrning kelini deb hurmat qilishidi. Shu chaqda cheksiz rozi bo'lib ketasiz. Sizni eng baxtli kelinchak qilaman." Ular o'zaro orlashib, mijozlarini bilishgan siri Zulfiyaning sodda samimiyligi Farruh qiliqlari bilan chiqisholmag'ili turadi. Shunga u ikkilanib o'ylanib qoldi. "Qadrligim, nim bo'ldingiz? Jimib ketdingiz-ku?" Zulfiya Farruhga noxush bir tarzda qarab etib, beshini silib o'ltirib ketdi-da, "Farruh, bizning oilamiz oddiy sodda turmushga ko'nib ketgan. Apam ikkimizning kunimizmi o'zimizga aranla. Oddiy 2 eg'iz uy bilan kichkina qo'royimiz bor. Ammo biz tinch, xotirjam turmushimizga rozi. Sizning ota-onangiz..." Zulfiya to'xtab qoldi. Farruh birpas o'yinni bilib, ondan, "Rost, Zulfiya, dadamg'u bir yaxshi odam, biroq opamga kelsak, sadag'on ketay, uningga oson odam yaramaydi. U o'zini podshoning xonishida ko'rib yashadi. Meni bo'lsa Farruh shahzodam deb hech kimga tan qilmaydi. Men yolg'iz farzand bo'lg'achqa meni yog' ichidagi bo'rakdek asraydi. Shunga opamni to'g'ri tushunsangiz, men tek sizni uyga opray degan edim." "Opingiz bilan ko'rishandim?" Zulfiyaning ko'zlari chekchiyib ketdi. "Shundoq. Opam sizga avval ko'rimlik berdi, ondan uyingizga dasturxon ko'tarib boradi. Bu oddiy qoida-ku. Biroq men qandoq bora olayman?" Ikkilan birpas jim o'tirib qoldi. "Opamning deyishicha, siz avval berib opam bilan ko'rishid ekansiz. Ondan opam sizlarning uyga elchilikka boradi ekan. Ilgirimi biror qizni uyga opirib boqqanmidingiz?" "Ha, yo'q. Biroq opam mening bir qiz bilan yurganimni anglab, u qizning ota-onasini tepib..." "Ha? Opingiz nimandoq?" Zulfiya Farruhning og'ziga tikilib qoldi. "Qizingiz o'g'limni izguchi bo'lmasin" debdigan. Oxiri u qiz men bilan yig'lab turib xo'shlashgan edi. Zulfiyaning beshidan kirgan tutun oyog'idan chiqib ketdi. Uning lablaridagi xush tabassum birdan o'chdi. U turgan o'rnidan turgan peti yugurgunicha Farruhni yolg'iz qoldirib ketdi. Zulfiya yotoqqa kirdi-da, kitob daftarlarini joyiga qo'yib, chiroqni o'chirib etib, deraza oldiga keldi. Ochiq osmonda jimirlab turgan yulduzlar, elektr chiroqlarining nurida kunduzdek yo'rib turgan shahar, asfalt yo'llarida g'uyuldab o'tayotgan avtomobillar.
Bu güzel kecha manzarasi uningda ajoyib sirliq hislarni uyg'otdi. Yataq binasının keyinki restorandan sho'x kuylar anlatdı. Go'yo butun olam shadxuramlikqa cho'mgan, yolg'iz o'z va g'amkin xiyolga cho'mgan. Qandoq qilay? Farqi nimada? Nemishqa Almas menga talab qo'ymaydi. Zulfiya uyga qaytib kelganda, opisi uning yo'liga qarab turgan edi. Farruh seni akab qo'ymabdi-ku. Uning bilan qanday qilishni o'zimmi bilmadim. Bir necha oy aralashib boqqan, biroq bek yaqinchilik qilib ketma. Uning nima o'ylaydiganligini bilib boqqan. Faqat seni ranjitmasa, cho'ngchilik qilmasa, senga vafosizlik qilmasa bo'ladi-ku. Biroq bularni oldin bilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Uningga qarsam-ku o'tdak qizg'in, bir og'zida 100 qitim seni baxtli qilaman deydi. Odamni tushunish tas, odamning olis ichida degan gap bor. O'ylashib ko'rgin. Aradan bir necha kun o'tib, kechqurun uyga qaytgan Zulfiya patnus-patnuslarda turgan raxt-baxt, kiyim-kechak, tatlı turumlarga qarab hayron qoldi. Opa, uyga kim keldi? Kel qizim, yenimda o'ltirg'in, dedi apsi tamkinlik bilan uni yenida o'ltirg'izib. Bugun sana elchilar kelishdi. Bu narsalar elchilarning sovg'ati. Farruhning apsi qaltis ayolkan, 20 dak ayolni boshlab kelib, uyining ichini chang chiqaravatdi. So'zlab turdi, kulib turdi. Menmi nima deyishimni bilolmay qoldim. Qanday qilsaq bo'lar? Nimani? Elchilarga nima deb javob beraman? Siz nima dedingiz, opa? Men qizim nima deydi ekan, qizim bilan so'zlashib javob beray desam, u nima dedi demamsan? Nima dedi? Siz onasi bo'lgandan keyin sizning deganingiz esa, dedi. Zulfiyaning beshig'i chaqmoq chiqilgandek bo'ldi. Qizim, seni zo'rlamayman. Sening keyingi turmushing xotirjam, baxtli o'tsila shu kifoya. Sen g'amsiz yashasang, mening ko'nglim orom topadi. Opa, mening sendan ayrılg'im yo'q. Qizim, senmi cho'ng bo'lding? Chiroyliq husn jamolingning borida xalqning xeyridorligini qilgan yaxshi ish. Meningmi sendan zotli ayrılg'im yo'q. Biroq qiz bola erdi yaxshi, bo'lmasa yerda degan gap bor. Aman yotliq bo'lasan. Jinim opa, sening yolg'izligingni o'ylasam, ajab bo'lib ketaman. Nemishqa seni tashlab ketgudakman? Qiz opasini chin quchoqlab oldi. Bag'rimsan, umrimning quyoshisan qizim. Men bu sendan 1 minut ayrilishga chidamayman. Biroq sen bir umr mening yenimda tura olmaysan-ku oxir. Kunlarning birida o'zingni sezmasdilla yenimdan ketib qolamsan texi. Nadil bo'lsang, Xudo baxtingni bersin. Bilmadim opa. Chiroyliq erlar vafosiz keladi deydi ekan. Uning ustiga Farruh Toshkentga patmaydigandek qiladi. Uni kerivatgini shu dadasining dövlati qizim. Dövlatman oilaning farzandlari shundoq erka ham po'chi bo'ladi. Bo'ldila opa. Obdaroq o'ynab olay. Shundoq qilgin. Her ikkilarning ko'nglida 22-bor toza ishonch yo'q edi. Bir haftadan beri ko'rinmagan Zulfiya birdanla Almasning ko'z oldida paydo bo'ldi. U kaltiyam oq ko'kda, ko'k polni yopki kiyib, sochlarini lenti bilan bo'g'ib olgan edi. "Yaxshimisiz Almas?" dedi Zulfiya sappal qizarib turib. "Yaxshimisiz Zulfiya?" Almasning chiroyi birdanla tatirib ketdi, ham lablarini titratib turib. "Bek aldirash o'xshaysiz, sizni ko'rgili bo'lmaydi-ku", dedi. Almas Zulfiyaning Farruh bilan yurganligini anglab, bir necha kun ko'z yummasdan azoblangan edi. Shunga iloj bor yuziga kulki yugurtmoqchi bo'lsa-mu, chantirib qo'yib atdi. "Aldirash emas, odatdagidek-ku. Siz o'zingizni mendan qochirib yursangiz", dedi Zulfiya Almasga sinish nazarda qarab.
Yeni muhabbetlashib atqanlarning boshqalarni o'ylaydiganға nədiki çolası deysiz, dəxli qılmay deb şu. Nemi dediniz? Yo'q, endi deymin ha, dedi Almaz sal turib elib. O baharni əsıltıdığan yeşil gözləri bilan Zulfiyaga tikildi. Onun gözlərində rənjish, azoblanish, intizorluq aks etgan edi. Birdinla Zulfiyaning yuragi egib, ko'zlarini ittik elib qochdi. Ondan o'zini o'ngshib elib, qiz bola degan xon ko'vriki Almaz. Kim yuraklik bo'lsa, shu avval eg'iz ochadi ekan, dedi. Bilaman, dedi Almaz. U sizni yaxshi ko'rdiganligini, talab qo'ydiganligini degan edi. Zulfiya lablarini ching tishlab, ko'zlarini chingida yumib bir pas turib olgandan keyin ko'zlarida laqqa yosh o'qish binosiga yugurgan peti kirib ketdi. Almaz qoqqan qo'ziqdek turib qoldi. Bir chaqda ig'ir qadamlarini tasti yo'tkab, maktab beg'idagi o'rindiqqa o'zini tashladi-da, "Men ahmaq, nemishqimi u gapni aytib, uni ranjitdim?" deb qattiq azoblanib ketdi. Aslida Zulfiya Urumchidan ketgan kundan tortibla Almazning yuragida muhabbat o'ti yalqinjagan, kuyuk o'tida azoblangan edi. Güzel Toshkentga o'qishga kelgandan boshlab Zulfiyani ko'rib turish, qaynoq maktab hayoti va yangi bir hayotiy kuch uni shodlantirgan edi. U har kunni ajoyib shodlik bilan o'tkazatdi. Zulfiyani ko'rgan kuni uning ko'ngli ko'p qardi uzatdi. O'z orzusining hamon bir kuni amalga oshishini istaydi. Ammo shu orzu uni jiddiylashtirib, qizning oldiga kelganda ko'nglidagini izhor qila olmaydigan qochqa aylantirib qo'yadi. Mana endi u Zulfiyadan butunlay mahrum qolgandek bo'lib, shumshib ketgan edi. To'g'ri, Zulfiyadan hech qanday savallik o'tmadi. Aksicha o'zi bo'shanliq qildi. O Farruxning maqsadini bilib turibmi, yana yo'l berib o'ltirdi. Dardini o'zi bilib, kechalari hasratda to'lqinib chiqdi. Saboqlashlari bilan burunqidek orlashib, chaqchaqlashib yurolmadi. Keyin u teatrxonlarni birdinla tark etdi. Qo'lida kitob, ko'ngli to'qsindi palasqiq kun o'tkazdi. Zulfiyani ko'rmay desa texi, ko'rgan aman texmi azoblanib ketadi. Bir kun u Farruh bilan birga ketib atgan Zulfiyani ko'rib, yuragi qipidan chiqib ketadigandek dupildab so'qib ketdi. Uning maylichi bo'lsa, yugurib berib Zulfiya bilan ko'rishkisi bor edi. Biroq yuragi chopdi. Putlari yerga mixlab qo'ygandek turaverdi. Endi u nima qila olsin? Uning muhabbatga sodiq yuragi azobdan puchalansa, pushaymon azob o'ti uni qiynaydi. Shunga ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq deb ta'tilda vataniga qaytmoqchi bo'ldi. To'g'ri, u Lopnordagi ota-onasini seg'indi. Qovul, chidamliq dadisi, yavash yumshoq, kam so'z opisi uning yo'liga intizor bo'lib, kun sanab o'tkazayotgandi har qachon. U maktab darvozasidan chiqqach, bir kimlarni izlagandek maktab ichiga yenishlab qaradi. Ko'zlariga ixtiyorsiz yosh oldi. Almaz Urumchiga kelibla Lopnurga boradigan mashina istab xeyli ovar bo'ldi. Bir necha kunni o'tkazib, aran deganda yurtiga yetib kelib oldi. Almasning ota-onasi o'g'lini ko'rib, intayin xushal bo'ldi. Ular sotsialistik davlat Sovet ittifoqida bilim ilayotgan, mushundaq kelishgan bilimlik o'g'lining bo'lganligidan bakma suyunatdi. Almas qaytib kelibla rahat, tinch, arambaxsh oila turmushini boshladi. U kunduzlari sayli sayohat va suhbatlar bilan xushal-xuram bo'lgan bo'lsa-mu, oqshimi beshi yostiqqa tekkan hamon yana shu Zulfiya ko'z oldida paydo bo'ladi-da, uni aromida qo'ymaydi. Bir kun kechda opsi: "Dadasi, o'g'limiz cho'pchonli yigit bo'lib qopti. Xudoyim buyursa, o'qish bitkazib kelsa, uylab tezroq navri ko'rsak-a?" dedi. Biz shundoq o'ylagan bilan balalar nimani o'ylaydi? Buni bilmaysizlar. Ular hozir taraqqiy qilgan madaniyatlik, ilm ma'rifat makonida bilim ilyotdi. Partiya hukumat bir qism milliy o'quvchilarni chet elga o'qishga chiqarib, yuqori saviyalik ziyolilarni yetishtirib,
har soatdagi bo'shliqni to'ldirish uchun kuch chiqarib atadi. Men o'tganda Korlada bir muncha ziyolilar bilan birga bo'lganda bu gaplarni anglagan edim. Bumi to'g'ri? Anisi, jamiyatga shunday kishilar lozim-ku. Akşam o'g'lim bilan so'zlashdim. U yerga borgan o'quvchilar rus tili, fizika, matematika, sharqshunoslik, dehqonchilik, chorvachilik qatorliq nurg'un fanlar bo'yicha sistemalik tarbiyalanib etibdi. Bizning o'g'il til adabiyot kasbida o'qib etibdi. U Uyg'urcha, Xanzucha, Ruscha 3 tillik bo'lsa, buningga nima yetadi? Xudoyim, umrini bersa, balkim Urumchida yoki Ko'rlida ishlab qolar. U nada ishlasin, salomat bo'lsa, davlatning o'qitqiniga loyiq javob qaytarsa bo'ladi-ku. Qandoq dedim? Voy dadisi, yanala har kishi degan chong ishlarni o'ylaydi ekan. Sizlarning deganlari to'g'ri. Biz Xudoyim buyursa, o'z holimizdan o'zimiz xabar olamiz. Bolalar nada bo'lsa, beshi omon bo'lsa deb duo qilamiz. Biroq o'g'limga qarasam, toza ichilib ketolmayotdi. Kallasiga bir xiyol kirib qolgandek turdi. Demisimi, uning tang tushlari to'y qilib, bolalik bo'lib bo'ldi deysizlar? dedi o'g'liga ich og'ritgan tarzda. Ko'zingizga shundoq ko'rinayotgandi. Chet ellarda og'izdan sut burab turadigan bolalarni bizga o'xshash o'ylab taloli qilmaydi. Anisi, bizning bu yer chat bir jangal bo'g'ashqa rizqimizga tushliq tepib yeb dunyodan bexabar yashaymiz. Xudo xolisa, u obdan bilim ilib, olim yoki bir shaharga bosh bo'lsa deb o'ylayman. Nemishqa demamsizlar? Texi bizning bu yerda o'quvchilar asla yo'q. Olim, bilim egalaridan so'z ichish texmi mumkin emas. Balki kompartiyami shuni o'ylab bizning o'g'ilni o'qishga avatgan gap. Bu gapcha u bu yerda turmaydi ekanda. Hey onasi, keyingi ishni keyin ko'raylik. Sizlar hargizmi bu to'g'rida o'g'limizga gap qilib, uni xijil qilmanglar. Ma'qul. O'g'limizning ichi pushib qolmasin. Bir necha kun ko'rliq opirib, o'yintib chiqamsizlar ya. Hozir emas, u menishdan bir necha kun burun shunday qilay. Almas ketadigan kunlari yaqinlashgan sari ota-onasining yenidan ayrilmadi. Kash qo'rinlari mazirlik ko'mash ko'mib yeb, bir-biri bilan mungdashib o'ltirishdi. U yerning turmushiga ko'nib qilib, bu yerda ichim pushib qolamdikan, deb so'radi opasi choy ichib o'ltirib. Apa, u yerda haqiqatan turmushimiz pek yaxshi. Sinib yotoqlarimiz parvoyliq. U deganimiz cho'yindan yasalgan, ichiga suv kiradigan, shu issiq suv bilan uy isiydigan narsa. Hamma yer pokiz. Uyning osti usti taxtayliq. Karvetimiz bor. Har bir yotoqda dush bor. Issiq suv tayyor. Haftada necha qitim yuyinimiz. Shaharlari shundoq go'zal. Cho'ng savdo saroylari, avtobus, tramvay, trolleybuslar bor. Hamma narsa tal. O'qish sharoitimizmi yaxshi, biroq sizlarni, men o'sgan mushu yurtni bak seg'inaman. Sening pishirgan ko'mashlaring, atgan ujullaring tilimda turadi. Biroq uni u yerlardan setib olqili bo'lmaydi. Bu yerdagi beliqning ta'mi ikkinchi bir yerda yo'q ana. Yurtimga kelib, yana shu bolaliqim, g'amsiz o'tgan chaqlarim esimga keldi. Dadam beliq tutqilmanganda meni billa ilib elib, beliq tutishga salatdi. Meni chaqqan botir bo'lsin deb ish o'rgatdi. Haras bir qitim o'zim beliq tutaman deb qiyiq bilan ko'lga kirdim. Beliq qarmoqqa ilinganda oldirab ketganligimdan har qitim qo'lashmay qiyiq o'ngtirilib suvga tushib ketdim. Ona deb varqirdim. Suvga bir cho'kib, bir layldim. Dadam nədin paydo bo'ldikin, meni ko'ldan ilib chiqqanda sen yum-yum yig'lab meni bag'ringga besib, "Oltinim, yeshil ko'zim, sen bo'lmasang men qandoq yashaydim jinim bolam?" deb o'zingni yo'qitib qo'yg'ili tas qolgan eding. Sen haqiqatan eng mehribon, eng suyumlik ona ekansan. deb opasining qo'llarini silab, yuziga yiqib turib, ko'zlariga yosh oldi. Ana bola ikkilan bir-birining didoriga qonmasdan qarab o'ltirib ketishdi. Ularga qarab, dadasining ichi iliq sezimga to'ldi. Balam, bizdan ansirma. Biz mana mushu zamonda tug'ilib o'sgan.
Мұшы yerде яшаш пешанымызға pütülgen. Sen bolsaң, esil elde okuvatsan. Bilim al, herkes zehnini çaşma. Bu senin altın devrin. Oğlum boluduğanğa ulu salıdığan devrin. Sen bizning bir tallı oğlumuz bolsaңmı, lekin 10 oğulның işini qılalaydigan, ilimning qo'yniga kiralaydigan keraklik odam bu. Bu mening hem apangning umidi. Sana kelgan bu omad hamma odamga kelavermaydi. Mendek bir beliqchining o'g'li Sovet ittifoqida o'qiyotidi. Mana mushuning o'zila sening baxting, mening baxtim, mushu yurtning baxti balam. Dada, apa, ümidinglarni hargiz yerda qo'ymayman, dedi Almas ota-onasini chin quchoqlab. 23 bob. Almas maktabga qaytib kelgili 5 kun bo'ldi. U maktabda Zulfiyani zotli uchirtolmay ko'ngli g'ash bo'ldi, ham uningdan ansirab qoldi. Shuning bilan bir kuni o'zi bilib bilmayla qizning darvozasi oldiga kelib qoldi. Biroq kirishga jur'at qila olmay ko'chaning qarshi tarafida qarab turdi. Birdanla yo'lga qarab turadigan derazadagi ipak parda qayrilgandek bo'lib yana yepildi. Kash bo'ldi. Ko'cha chiroqlari yiqildi, biroq quruq eshigidan hech kim chiqmadi. U umidsizlik, horg'inlik bilan salpayg'inicha qaytdi. Yotoqqa kiribla yotqonga purkinib yetib oldi. U muhabbatning shuncha shirin ham azobli ekanligini tunji qitim his qildi. Burun shuncha ozoda, shuncha erkin paranglashib yurgan qiz bilan orasida bir tom paydo bo'lib qolganligidan ichi siqildi. Kunlar mana shundoq g'ashlikda o'tib o'tdi. Bir shanba kuni yotoqning eshigi chekildi. Almas yugurib berib eshikni ochdi-da, oldida turgan Zulfiyani ko'rib, ham-tom qoldi. "Kirsam bo'lamdi?" deb so'radi Zulfiya, oldida haykalda qetib turgan Almasga qarab. Shuningdala Almas o'ziga kelib, xo'shallik bilan "Marhamat" dedi, kaynigini ochib. "Qachon keldingiz?" deb so'radi Zulfiya, o'rniga kelib o'ltirg'ach. 20 kun bo'ldi. Siz-chu maktabdami ko'rinmaysiz? Uy ish tinchlikmi? Tinchlik. Bizni praktikaga aketgan, tunugun qaytib keldik, dedi Zulfiya. Ondan bir pas jimib ketib. Sizni atkashga uyga tomoq taklif qilib kelgan edim, dedi tartinib qilib. Rahmat, cho'qim boraman, dedi Almas xo'shligini yoshirmasdan. Zulfiya xo'shlashib chiqqanda Almas uning orqasidan ko'z uzmay qarab qoldi-da, birdanla esiga kelib, uning kaynidan yetishib uyigacha olib qo'ydi. Atsi Almas Zulfiyaning uyida tomoq yeb qaytish oldida, "Ko'p rahmat. Tomoqingiz bek o'xshabdi", dedi xushxo'y kulimsirab. Qiz yigitga qo'l uzatdi. U qizning qo'lini tutdimi yoki cho'q tutdimi bilolmadi. Issiq, yumshoq qo'ldan o'tgan bir qiziq sezib, yurakini ko'ydirib etdi. Oradan bir hafta o'tdi. Almas Zulfiyani uyga olib qo'yish uchun billa mavdida ketib etib qizni gullikdagi o'rindiqda birdan o'ltirishga taklif qildi. Almas atayga orliq qoldirib o'ltirdi-da, "Yurakimdagi so'zimni aytib olishga fursat berarsizmi?" dedi. Zulfiya uningga tikilib qarab, pisingdi kuldi. Ko'zlarida "Qani so'zlamamsiz" degandek ifoda aks etdi. "Zulfiya, sizni tunji qitim ko'rgandala yurakimga cho'nqur o'rnab qolib ekansiz. Mana 2 yilni chidab, lemimni tishlab o'tkazdim. Hozir taqdim taq bo'ldi. Men sizni yaxshi ko'raman. Biroq sizni hozirda javob berishga qistamayman. Ko'nglimni izhor qildim. Mayli biz oshiq-mashq bo'layli, mayli do'st yoki saboqdosh bo'layli, sizdan ayrilg'im yo'q. Bu yil ta'tilni o'tkazish menga shuncha tas keldi. Maktabga qaytib kelgandan keyin sizni xeyli kungacha ko'rolmay, sarang bo'lg'il tas qoldim." Almasning ko'ngil izhorini anglagan sari Zulfiyaning quloqida bulbullar navo qilgandek,
Yiraqdan daryo suyi shirildab eqib, uning yurakini o'yintivatgandek, yuragi issiq haroratdan kuyayotgandek his qilib, qattiq hayajonlandi. Yuragingiz nima desa shuni so'zlang. Muhabbatda til so'zlaydi, yurak sezidi ham muhabbatga guvohlik beradi. O'yinib javob bering, javobingizga intizorman, dedi u oxirida. Qiz uningga qarab tatliq kulimsiradi. Ashu optapdak ichilib ketgan chehradan rozimanlik nurlari taraydi. Kashki shafaq ularning chehrini texmo nurlantirib etgan edi. Almas kostyumining yanchug'idan bari qizil qutini ilib, Zulfiya, vatandan sizga kichkina sovg'at akeldim. Yoqtirishingizni umid qilaman, dedi qizga uzatib. Zulfiya qutini ichib, qizil yoqut ko'zlik uzukni ko'rib, "Bek chiroyli ekan, rahmat", dedi. Almas qizga yaqin kelib, uzukni qizning nomsiz barmog'iga silib qo'ydi. "Sevgi uzuki, qabul qiling. Menga vaqt bering, bo'lamdi?" "Ma'qul, javobingizni kutaman." Oradan bir hafta o'tdi. Zulfiya maktabda ko'rinmadi. Almas uningdan ansirab, tushdan keyin uning uyiga bordi. Biroq kirishga jur'at qila olmadi. U derazaga qarab talmirib turdi. U deraza pardasining ochilishini, qizning uni ko'rib, yugurib oldiga chiqishini kutdi. Birdanla havo guldirlab, qattiq yomg'ir yig'ib ketdi-da, sement yo'l birdamdala suvga to'ldi. Ko'chada Almasdan boshqa birma adam qolmadi. U qat'iy iroda bilan tom tuvida shumshiyib turaverdi. Yarim soatdan keyin yomg'ir pastlab, asta-asta to'xtadi-da, osmon gumbasi ajoyib qizillikqa to'lib, kaynidanla Hasan Husan ko'rindi. Almasning ko'z oldi pog'lab yorib ketdi. "Oh, yettirangdan hosil bo'lgan chiroyli, xosiyatli Hasan Husan. Sen tabiatdagi eng go'zal, eng yorqin ko'rinish. Anam sen ko'ringanda nima tilasang, tilaking ijobat bo'ladi deydi. Mana endi bu fursat keldi. Men Allohdan birli ishni, Zulfiyani tilayman. Uning hozirla oldimda paydo bo'lishini tilayman. Menga madad bergin." U yana nimalarnidir orqadan aytib, zo'r umid va ishonch bilan Hasan Husanga qarab turdi. Hasan Husanni ko'rish uchun derisini ochgan Zulfiya osmon gumbasiga qarab, qaychi bilan chechini asroq kesib etdi-da, "Tangrim, sochlarimni bo'stondek, chiroyimni farishtadek qilgin. Hasan Husan, sening husningga oshiq bo'lib turibman. Sendan ajoyib bir tilakni tilayman." Zulfiyaning so'zi og'zida qoldi. U tom tuvida yomg'irga chilishib turgan Almasni ko'rib, hayron qoldi. U pardani tushirib etib, ushqandek yugurib ko'chaga chiqdi-da, "Almas!" deb chaqirdi. Ovoz Almasning quloqiga anglangan bo'lsa-mu, xuddi g'oyibdan kelgan ovozdek bilinib, ko'zini yumib, tilak tilaverdi. "Almas! Almas! Bu yoqqa qarasingizchi." U rostdan Zulfiyani ko'rdi. Zulfiya uni o'z yeniga chaqirmoqda edi. U yuguribla darvoza oldiga keldi. "Yaxshimisiz? Nemishqa yomg'irda turib qoldingiz?" Hasan Husanning chiqishini kutib. "Hasan Husan boshqa joyda ko'rinmamdi ekan?" "Shundaq. Mush ko'chada farishta bo'lg'ashqa Hasan Husan mush ko'chada ko'rindi ekan. Shunga yomg'irda turib tilak tiladim." "Nimani tiladingiz?" Sizni oldimga chiqsigan deb tiladim. Tilakim ijobat bo'ldi. Nemishqa maktab bormidingiz?" "Yuring, uyga kirib choy ishkash paranglashaylik." "Yo'q, bu abdim bilan qandoq kiraman? Uyda opam yo'q." Almas tartishib turib oldi. Biroq Zulfiyami bo'sh kelmadi. "Sizning nima o'ylayotganingiz menga ayon. Bu yerda turish beab. Uyga kirib bir piyola choy ichib keting." Almas uyga kirdi.
mehmonxona uy kengri taxtayliq bo'lib, cho'ng shiraga lo'nqaga selingan bir dasta gul qo'yilgan. Uy shuncha saramjon, pokiz, ozoda edi. Zulfiya chaqqonlik bilan choy damlab chiqdi. "Qani, choy iching." "Rahmat." Zulfiya bugun Almasga shunchalik xushxo'y muomalada bo'ldi. O'zigami piyolaga choy qo'ygandan keyin "Necha kundan beri qattiq qizib yetib qoldim. Shunga maktabga bora olmadim. Bugun oralli o'rnimdan turgan edim. Sizni ko'rib ham hayron bo'ldim, ham xush bo'lib, sallamasi saqaygandek bo'lib ketdim." dedi. "Men shu bir turib sizdan, bir turib opingizdan ansirdim. Og'rib qolgan chig'i deb o'yladim." "Rahmat, to'g'ri o'ylabsiz." Zulfiya o'rnidan turib oshxonaga kirib ketdi-da, birdamdala birlagan nerin noqut silingan issiq sho'rpa ko'tarib chiqdi. Ikkilan toza mazza qilib tamoq yeb o'tirganda to'satdan telefon jiringlab ketib edi. Har ikkisi jiddiylashib qoldi. "Alo? Ha, opa. Ma'qul. Hammani tayyorlab qo'ydim. Amsa hali ko'rishaylik." Almas Zulfiyaning opasidan telefon kelganligini bildi-da, "Opingiz xizmatni bek jon ko'ydirib ishlaydi, ha?" dedi. "Ha, u hozir zavodning direktori. Bu zavod qarmog'ida 500 necha xizmatchi bor. 10 necha tarmoq kiyim tikish o'rinlari bor. U bek chidamliq. Shuncha cho'ng zavodni xuddi uyda men boshqargandek boshqardi. Bu yil texi Moskvaga ilg'orlar yig'iniga bormoqchi." "Ras, opingiz haqiqatan qobiliyatli ekan. Sizmi opingizning qizida oxir. Shunga g'ayratliksiz. Tamoqingiz bek o'xshabdi. Ko'p rahmat, men mangay." dedi Almas o'rnidan turib. "Bek oldirab mangdingiz-ku. Opingiz kelib qolsa, set bo'ladi. At maktabga boramsiz?" "Yo'q, dushanba kuni boray. Yo'qlab kelganingizga rahmat." "Yaxshi dameling. Xo'sh amisa, bo'ldi, uzatmang." deb Almas qaytib chiqdi. 24-bob. Zulfiya maktabga kelgan bo'lsa-mu, Almas bilan odatdagicha paranglashib, uningga ayrim turish yoki so'zlashish fursati bermadi. Rostni aytganda, Zulfiyami obdan o'ylanish kerakdi. Boshqa ishlarni demasimi, uning boshqa davlatning puhrasi ekanligini o'ylashi kerak. U davomli bu yerda qola olamdi. Bir o'ylasa, bu yerga o'qishga yoki xizmatga kelib, to'y qilib, uylik o'choqliq bo'layotganlarmi ko'p-ku. Chunki muhabbatning davlat chegarasi yo'q. Uning ustiga to'y qilib bolaliq bo'lib turib o'qiyotgan studentlarning o'qish bilan nikoh turmushi bir-biriga zid kelib qolmadi-ku. Biroq eng muhim masala shuki, uning bilan to'y qilib baxtli turmush kechira olamdi yo'q. U buningga ishonch qila olgandala, ondan Almasga ma'qullik bildirdi. U xeyli ko'p o'ylandi. O'ylangan sari ichi pushdi. Chunki dunyoda kelgusidagi turmushini oldin bilalaydigan, taqdirini jazm qila oladigan odam yo'q. Bor degandimi, uni yanada shu vaqt o'z belgilaydi. Yakshanba kuni o'tkaziladigan Sharq ansamblining konsert kechiligiga 2 bilet olgan Almas uni izlab keldi. Zulfiyami xo'shallik bilan berishga ma'qul bo'ldi. Shu kuni Zulfiya alohida yasinib, uchisiga kang etaklik seringul rangida kirib ko'ylak, putiga egiz boshliq basnoshka kiyib, beliga tushgan chechiga seringul rangida tovar lenti chigib chiqdi. Üstü beshidan Krasna Moskva, ya'ni Güzel Moskva markali attirning puraqi gupildab turardi. Almas o'ziga qarab kelayotgan qizga ko'z uzmay qarab turdi. "Men keldim," dedi Zulfiya xushxo'y kulimsirab. "Bir chiroyli qiz, ikki chiroyli bo'lib ketibsiz." "Rahmat." Ikkilan asfalt yo'lda paranglashqash mengishdi. "Men so'zimdan qaytmayman," dedi Almas ketib etib. "O'ylanishga tegishli ishlarni o'ylanganingiz yaxshi. To'g'ri, biz ikki davlat odami, biroq muhabbatning chegarasi yo'q.
buningga meningmi ilojim yo'q. Chunki sizni chin dildan yaxshi ko'rib kelishimning o'zida bu paktni isbotladi. Biz do'st, chegirdosh davlatdigu. Qaysi joyda tursak, qayerda yashasak bo'laverdi. Sizdan o'tinib qalay, mening taklifimni qabul qiling. Berib kelib turamiz. Zulfiya nəhayət xushxo'ylik bilan yigitning so'zlarini anglab atgan bo'lsa-mu, biroq yana bir masalani o'ylab qoldi. Deganlaringiz to'g'ri, dedi u. Biroq ikkimiz yolg'iz farzand ekanmiz. Opamning aytishicha, yolg'iz o'g'ilning beshida ish ko'p bo'ladi ekan. Majburiyatimi, mas'uliyatimi og'ir ekan. Menmi mana mush taraflarni sal o'ylab qoldim. Meni yaxshi ko'ramsiz? Avval shunga javob bering. Men hargiz sizni majburlamayman. Agar yaxshi ko'rsangizlar, qolgan ishlar o'z yo'lida hal bo'ladi. Men sizni yaxshi ko'raman. Ko'zimga shundoq illiq ko'rinasiz. Biror kamchiliklaringizni ko'rmadim. Agar o'qish bitkizib vatanga qaytsangiz, men opamni tashlab siz bilan birga ketolmayman. Opam yolg'iz qolsa bo'lmaydi. Shundoq bo'lgan taqdirda keyingi ishlarni faraz qilish tas emas. Men mana mush ishlarni opamning o'ylaganlarini o'ylayapman. Zulfiya o'pkidab yig'lag'idek bo'lib ketdi. Ziminga qorong'ulik pardasi asta-asta yeyildi. Mahmaldek tiniq yulduzliq osmon qa'rida 15 kunlik to'lin oy parqarab turardi. Almas qizning qo'lini mahkam tutdi. Zulfiya, Canım. Zulfiya yoshga to'lgan ko'zlari bilan Almasga mo'ltirlab qaradi. Ondan yuzini yigitning ko'ksiga qo'yib, o'ksib yig'ladi. Zulfiya, nima bo'ldingiz? Mendan ranjib qoldingizmi? Qiz untinsiz turaverdi. Yigit qizning illiq mehridan huzurlanib, qizni nozik yelkasidan quchoqlab o'ziga tortib, yosh bilan yuyilgan yuziga, ko'zlariga so'ydi. Qiz texcha o'ksib yig'lamoqda edi. U qizni quchoqlagan peti xiyolga asir bo'ldi. Hayot nima degan g'alati narsa, ha? U nimishqa qiz qalbidagi mehrni, o'ziga bo'lgan kuchli muhabbatni boldiroq sezmadi? Nimishqa qiz qalbida saqlangan pok, g'uborsiz tuyg'ularni azizlamadi? Mehr muhabbat naqadar kuchli ha? U qalblarni eritib etishga qodir ekan-ku. To'g'ri, samimiy, sof muhabbatim bilan uni oxiri yenimga akilaman. Zulfiya, dedi Almas ko'ngli nur to'lgandek yayrab. Yig'lamang, bo'lamdi. Hammani qilgansiz, dedi Zulfiya yoshliq ko'zlari bilan uningga erkilab qarab. Nemishqa ko'nglingizni izhor qilmay boshqalarga yo'l bersiz? Bo'lmasa, qiz yigitning ko'ksiga bosh qo'ydi. Men o'zimga ishonatdim, biroq nima biroq? Meni shuncha ko'p to'yliq silib, sizni yerga qartidi deb o'ylaganmidingiz? U ministrning o'g'li, men bo'lsam beliqchining o'g'li degan bema'ni xiyollarni qilganmidingiz ya? Hammani qilgansiz. Almas qizning otashdek mehri, buloq suyidek sof muhabbatiga qoyil bo'lib, uni shunday qattiq quchoqladiki, qiz tin ololmay qoldi. Shunga menga javob bermedingizmi? Ha-a. Yigit deganda g'ayrat bo'lmasa, o'z so'ygisiga bo'lgan ishonch bo'lmasa qanday bo'ladi? Shunga sizga javob berishdan bosh tortdim. Bo'ptimi ya? Almas muloyimlik bilan beshini langishdi. Ular qo'ltiqlashib mang'ash, shirin xiyollarga cho'mib, yo'l to'pisidagi stolpa yiniga kelishdi. Qadrlikim Zulfiya, qurusin shu tortinchoqligim, qurusin shu kichik peyilligim. Hayotli bo'lsam, siz nada bo'lsangiz, men shu yerda bo'laman. Sizni hech qachon yolg'iz qo'ymayman. Sizni mangu so'yaman. Qiz o'ylanib qoldi. Meni qizliq uyqumdan uyg'otgan muhabbat, meni shirin xiyollar olamiga, yigitning muhabbat qasriga boshlab kirib, hayotning yangi bir kuni, yangi manzili uchun signal chalgan muhabbat.
Senden soray, мәңгүлікнің чеки бармы? Yo'q, мәңгүлік bo'ladigan hech narsa yo'q. İnsanmı, hayatmı, dünyamı мәңгүлік bo'lmaydi. Talabimni qabul qildingizmi? Canım, men javobingizga bak taqozo bo'lib ketyapman. Yuragim ko'krak qafazimdan chiqib ketay deyapti. Meni qiynamang. Mayli yo'q desingizmi dang, men bak taqozo bo'lib ketdim, dedi yigit hayajonlanib. Taklifingizni qabul qildim. Meni suysingizli bo'ldi. Rahmat. Yo'lbos izidan yigit so'zdan yanmas degan gap bor. Hergiz va'damdan yanmayman. Sizni abadga suyaman. Amsa va'damiz va'da. Shundoq, va'damiz va'da. Agar turmushimizda yomon kunlar bo'lib qolsa-chi, hammaga bardoshlik beraman. Agar men og'rib, sizga yuk bo'lib qolsam-chi, mening hayotim sizdagi biror a'zoga g'ajatlik bo'lib qolganda-chi. Qiz yigit o'ylab tushigimi kirmagan savollarni yog'dirib etdi. Agar shunday kunlar bo'lib qolsa, heligu biror a'zo ekan, siz uchun jon berishdan uyalmayman. Siz mening borliqim, qadrligim, menga ishoning. Yigit qizning nurani ko'zlariga qaradi. Titrayotgan lablariga talmirdi. Butun jismi o't bo'lib yondi. Qizni qo'lidan tortqunicha yo'l chetidagi gullikka akirib, chinar daraxining kaynida bag'riga chiqib bosdi. O'tliq lablariga so'ydi. Qiz shirin tush ko'rayotgandek his qildi. Bu tushning uzoqroq davomlashishini orzu qilib, yigitga tashlandi. Yigit go'yo mushu kunni intizorlik bilan kutayotgandek o'zini intayin baxtiyor, shuncha mag'rur his qildi. Shu shodlik ichida pichirladi. Men sizni suyaman, sizga mangu sodiq bo'laman. Rahmat jinim. Sizning so'ygi haroratingiz mening yuragimni, yoshligimni yoshartdi. Men oxir sizga yetishdim. Oxir. Yigit qiz muhabbatning o't yolqinlarida kuyib, yuraklari o'ziq ilib, bara-bara esiga keldi. Bir-biriga qarab kulimsirashdi. Zulfiya xijil bo'lib, levini tishladi. Chaqqan bo'ling, konsertga kechikib qolamiz, dedi Zulfiya soatiga qarab. Biroq Almas kulib turib, sizlar yanimda bo'lsangiz, menga konsertning lozimi yo'q, deyishiga qiz uning qo'lidan tortibla ilib mandi. Ikkilan qo'l tutishib, klubga qarab yugurishdi. Ular yetib kelganda, klub oldida bir odam qolmagan edi. Klub ichidagi chiroqlar o'chirilgan bo'lib, ular osta minib o'z o'rnini tepib o'ltirdi. Sahnada Oyturg'on xonim naqsh etmoqda edi. U uzun duxobi ko'ylak kiygan, sochlarini pason chiqarib, egiz o'rib olgan bo'lib, ovozi shunday yiqimli edi. Kakkuk aşqi Zeynep, biri bağda, biri tağda, kakkuk sayrıgan çağda, men yarım bilen bağda. Zal içide alqış sadaları yanırdı. Kakkuklar kelip qondi, yaşarıgan tereklerge, yarımni körüş bilen o't ketdi yüreklerge. Yeni çabaklar götürülüp, arq-arqıdan güldastiler sunuldu. Almas bilen Zulfiye baştan ahırı bir-birinin yürek sözleri üçün hayacan bilen olduruşdu. Zulfiye'nin tatlıq sözleri, şirin külkisi, nazaketli qarashları yigitni ağlamçı şatlandırdı. Mana bu kişilik hayatının bəxtli qədimi. Mana bu kişilik hayatının en payzi, en şirin minutları. Eğer hayatta muşundaq muhabbet, şatlıq, bəxt, saadet bolmağını da, belki kişiler bəxtinin nimelikini məngü bilməsiydi. Almas oyun körgəç sözləydi, pichirlaydi. Kız xuddi behuş adamdek özünü yoqtub qoyatdı. Onun xiyalları çeksiz güzel alemde, zimində, köknün qərida, tağ dəryalarda, çeksiz yaylaqlarda, köp-köp denizlarda sayl qılmaqdı. Bəxt qoynuğa uçmaqdı. Uçqan seri özünü pəydək yengil sesməkdə idi. İkkilen konsertdən çıxıb, yolda qoltuqlaşıb ketib atatdı. Ularning bir-biridan zadil ayrılğısı yo'q edi. Zulfiya birdinla apsini o'ylab jiddilashib qoldi-da, "Men qaytay, opam yo'limga qarab turdi",
dedi. Almaz Zulfiyani uyning oldig'icha apirib qo'yib, kayniga yandi. U bugun yigitlik g'ayrati bilan qizga talab qo'yib, g'alaba qildi. Uni bag'riga besib, murod maqsadiga yetdi. U ishq o'tining taptida ko'mashdek bo'lib yotiqiga qarab mandi. Biroq hayojini besilmadi. Bu xayrlik ishni vaqt soatida qilganligidan mag'rurlandi. Oh, dilbirim, sening o'tliq ko'zlaringga boqqanimda yurakimdagi muhabbatim gulxon bo'lib yondi. Ana shu chaqdala sening ko'zlaringda muhabbat ushqini chaqnadi. Senmi menga moyil ekansan. Buni ana shu minutlarda bildim. Biz sevgi gulxonida o't bo'lib yandik. Sen shirin kulkang, tatlı tabassumlaring bilan yaralangan qalbimga shodlik beg'ishlading. Menmi seni ulug'layman, seni so'yaman, manguga qadrimni qilaman. Bu bir jup oshiq ma'shuq shu kuni o'zlarini dunyodagi eng baxtli odam hisoblashdi. Biroq baxtning uncha oddiy emasligini, hayotlikda agri to'qay yo'llarning ko'p ekanligini texi his qila olmaydi. 25. bob. Kashqurun tamoqdan keyin Zulfiya uzoqdan buyon opasidan so'rab javobini ololmagan ishni bugun cho'qim aniqlash o'yiga keldi-da, opasiga erkalab turib, "Opa, ikkimiz choy ichgach, ozroq mungshayli-chu. Ma'qul degina?" dedi. Rayhon qizining nima so'raydiganligini, uzoqdan beri tegiga yetolmagan sirni ichishga urinayotganligini biladi. Shunga ichidan tortib qiziga qaradi. Qiziga hech nimani aytqusi bo'lmasimi, ilojsiz ma'qul degandek boshlashdi. "Opa, mening dadam to'g'risida bilgim bor", dedi Zulfiya gapni ochiqlik qilib. "Men dadamni faqatli ko'rmadim. Zoti dadam bormi? Bo'lsa, nimishqa uning bilan ko'risholmayman? Aytqina jinim opa, xush bo'p ketay." "Buni so'rab nima qilasan? Opa, nimada qiziq gap qilasan? O'ylamamsan, men bu endi kichik emas. Bu yil 17 ga kirdim. Dadam bilan sening turmushing to'g'risidagi ishlarni cho'qim bilishim kerak-ku. Mendan biror so'rab qolsa, nima deyman? Uning ustiga mening familiyam Xo'jayeva. Bu olim buvamning ismi-ku. Nimishqa bundoq bo'ladi? Sen dadamni e'tirof qilmamsan ya?" "Seni azaplanmasin deb aytmagan edim. Dadam sen kichik chaqdada qurbon bo'lgan." "Nima?" Zulfiya chachrab o'rnidan turib ketdi. Lablari titrab, cho'lponda ko'zlari liqqida yoshga to'ldi. "Shuncha yildan beri meni aldab kelganmiding, opa? Yoki hozir aldayotamsan? Opa, gapni ilib qochmag'in. Men bekli qoymoqib qoldim. Bu gaplaring..." U so'zning oxirini yutib-etdi, biroq chiroyidan nihoyat ranjiganligi aks etdi. "So'rg'anlarga dadam inqilobda qurbon bo'lgan desang bo'ladi-ku. Qachon, qaysi urushda, nada qurbon bo'lgan? Aytqina, buning yoshiradigan, menga aytmaydigan nimasi bor?" Zulfiya opasini nihoyat chin yerdan tutdi. Rayhonning bu savollarga javob berishi intayin mushkul edi. "Bo'ldi, so'rama. Sening dadang yo'q", dedi u oxir zardi bilan. "Nima? Nima dedim? Sen meni yerga terib undirib olmagansan? Men o't yosh yoki ochliq emas. Men bir inson. Dadasiz bola nerdimi dunyoga kelsin? Opa, jinim opa, men hech qachon senga bundoq adabsizlik qilmagan edim. Xafa bo'lmag'in, biroq cho'qim bu ishni aytib berishing kerak. Men bularni bilmasam bo'lmaydi. Dadam zodi kim? Nimishqa men rasidi bo'lg'icha uni ko'rmayman? Uni inqilobiy qurbon deb bilsam bo'lmaydi-da." Ana xiyol bilan o'ltirib ketdi. Orqadan ko'zlaridan taramlab yosh oqdi. Yuzidagi yoshlarini ko'nglining yengi bilan surtdi-da,
Ularni desem, sana nima paydası var? Dedi. Bu nima degening, apa? Men hech payda ko'zlamayman. Dadamning seni nemishqa shuncha yildan beri tashlab ketganini bilgim bor. Bu nima uchun? Zodi nima uchun? Bu savollarga javob topmasam, zodi bo'lmaydi. Ana qizining so'zidan bakla ranjidi. Bo'libmi tashlab ketgan degan so'zi bak ig'ir keldi-da. Sen dadangning meni tashlab etganini qandoq uqding? Yuraging bak qattiq ekan. Yaramni tatlab nima qilatding? Dedi ranjigini yoshirmay. Ondan o'zini to'xtatib elib dedi. Qizim, turmush degan bak rahimsiz ekan. Hayotlikda har xil ishlar yuz berib turadi ekan. Menmi to'y qilgan vaqtimda bundaq bularni zotli bilmab ekanman. Sana nima deyishimni bilolmayapman. Opa, rostini davatgina. Dadam zot hayotmi yoki rost sening deganingdek qurbon bo'lganmi? Yoki boshqa shaharda uyi, bolalari bormi? O hayot bo'lgan taqdirdami baribir seni tonimaydi. Nima? Zulfiya o'rnidan chochirib turib ketdi. Ajoyib gap qildi ekansan-ku. Men uning qizi tursam, nimishqa meni tonimog'idek. Anlasam, dadam mushu Toshkent shahrida ekan. Nimishqa bularni mendan yoshirsan? Senda cho'ng xatolik o'tilgan o'xshamamdi. Sen uni e'tirof qilmamsan yoki u seni e'tirof qilmamdi? Har ikkilisi emas. Undaq bo'lsa bek yaxshi. Ranjima opa, ko'ngli yarangni tatlab qo'yganim uchun meni kechirgin. Biroq savolimga javob bermasam, zodi bo'lmaydi. Rayhonning lablari titrab, ko'z yoshlari yomg'irdak to'kildi. Xiyol degan shundoq ushqur narsa ekan. Burunqi ishlar ko'z oldida hozir bo'lib atgan ishdekla zohir bo'ldi. Rayhon erining o'lim to'g'riliq qora xat topshirib elib, 1 yildan keyin qizi Zulfiyani ilib Toshkent shahriga taksi Mahmud qarning uyiga kelib turdi. Keyin Mavlon Xo'jayev oilasida ishladi. Zulfiya 10 yoshga kirgan kunlarda u Toshkent avtobus bekatidan kelayotganda bir mashina uning yonida to'xtab, shofir uningga: "Xonim, sizni biri chaqiryapti" dedi. U atrofiga qarab, tunish chiroy hech kimni ko'ra olmay, uningdan so'radi: "Kimkan meni chaqirgan?" "Mana, bu mashinada. Qani mashinaga chiqing." "Men notanish kishining mashinasiga chiqmayman." "Bu men, Rayhon. Mashinaga chiqing." Naqadar tonish ovoz, ha? U kabinkaga qaradi-da, birdanla beshqi yiqilib tushdi. Uning ko'rgini rostilla eri Abdurahmon Osmonov edi. U shuncha yildan beri nelarda yurgan bo'lg'aydi? Qandoq bo'lib bu yerda paydo bo'lib qoldi? Shofir bilan Abdurahmon Osmonov uni yo'lab mashinaga ilib chiqdi-da, oddiygina bir mehmonxonaga keldi. Rayhon esini bilganda ikkilan bir-biriga qarashib jim o'ltirib qoldi. "Bu rostilla sizmi?" dedi oxiri Rayhon ko'zlariga ishonmasdan. Abdurahmon Osmonov biror ig'iz gap qilishga qurbi yetmagandek uningga hasrat va sevgilish hissiyoti bilan qarab o'tirardi. "Sizni ko'rdim. Baxush bo'lib ketyapman" dedi u ig'ir tinib. "Shuncha yildan beri nelarda yurdingiz?" "Rayhon, men sizdan ayrilib urushga ketdim. Yo'l bo'yi yuragim siqilib, ko'zimdan yosh qurimadi. Sizni bir minutmi unutmadim. Bak seg'inib ketdim. Shuning bilan men unda qochoq askar emas. Men urushning eng keskin joylarida urushga qatnashdim. 1943-yil sentyabrning oxirida biz Sovet armiyasi Germaniya ishg'olotchilarining Dnepr daryosi mudofaasini bosib o'tib, Kiyevga hujum qilish jangini boshladik.
mustahkam istakam va do'lqinliq Dnepr daryosining suyidan iborat tabiiy to'siq bilan mustahkam mudofaalangan German fashistlari daryo yuzini yomg'irdak pelmot o'qlari va zambarak o'qlarga tutib, Sovet armiyasining qarshi qirg'oqqa o'tishiga qat'iy yo'l qo'ymadi. Ana shundoq hayot mamatlik paytda biz 25 jangchi qo'lboq bilan daryodan o'tishga tavakkul qildik. Pelmot o'qlarining yomg'irdak taraslab tushishi, top o'qlarining dahshatli portlashlari ichida oxiri daryodan o'tib, dushmanning mudofaa to'saqlarini ishg'ol qilib, dushmanga o't ochdik. Shuning bilan bir sotka istiqomni qo'g'dab, butkul batalyonning daryodan o'tib olishiga kafolat qildik. Batalyon daryodan o'tgandan keyin daryo bo'yidagi dushmanlarni yo'qotdik. Men ig'ir yaralandim. Shundoq bo'lsa-mu, sapdan qolmay ilgirladim. Yana bir jangchi bilan ikkimiz 12 nafar nemis askarini asirga ilib ketyapmiz. Ko'zlarim qorong'ulashib, putlarim qalvolishib, bir chamda mang'udak holim qolmadi. Biz qanchalik yo'l mangdiq bilmayman. Bir vaqtda polik komandiri xeyli yiroqdan ko'z oldimda paydo bo'ldi. Men ana shu chaqdala yerga yiqildim. Ko'zimni ochganimda o'zimni doktorxonada ko'rdim. Ko'zimni yumsamla urush maydoni, yomg'irdak yig'iyotgan o'qlar, portlayotgan bombalar, ingrab yotgan jangchilar ko'z oldimga keladi. Men harbiy sapdan qaytib 3-yili Sar daryosi bo'yiga berib sizni izladim. U yerdami ko'p o'zgarish bo'pti. Nurg'ulg'an yoshlar urushda qurbon bo'pti. Ojiz, qeyri cho'rlar, ochliq, og'riq, qiyinchiliklar sababidan yoki urushga ketgan farzandlarining dardida vafot bo'pti. Hayotlari qeyrib mukchiyibdi. Sizni surishti qilib, hech bir yip uchiga ega bo'la olmadim. Shuning bilan bir azobim ikki bo'ldi. Biz to'y qilgan uyga kirib, birdan o'ltirdim. Siz bilan birga bo'lgan kunlarim esimga kelib, o'zimni tutib ola olmay yig'ladim. Opangizning dahshatli o'lim to'g'risida ko'p gaplar bo'lindi. Keyin sizni bir shopir bilan qochib ketibdi degan gap tarqalibdi. Biroq hech kim sizning qayerga ketganligingizni bilmaydi ekan. Men nima bo'lib ketdim dana? Urush dahshati yuragimga solgan jarohatlar saqaymasdan turib, sizdan ayrilish meni bakmi qiyin edi. Sizni shuncha yaxshi ko'ratdim. Esingizdami? Men jang qilsam siz uchun qilaman, g'alaba qilsam siz uchun, o'lib ketsammi siz uchun deganlarim. Siz bilan bor yo'qi bir necha kun birga bo'lgan bo'lsammi, shu kunlarda men bir umr visol shodligidan sharbat ichgandek huzurlangan edim. Men shu va'dam bo'yicha yashadim. Biroq siz bir qitim xat yozganingizcha deyaldi Rayhon orolli. Bilaman, keyingi xatlarim javobsiz qoldi. Siz-chu? Rayhonning hech narsa degisi yo'q edi. Faqat uning hayot ekanligila uning uchun tepilg'usiz xo'shallik edi. Siz nima desangiz haqliq. Meni qanchalik haqorat bilan tillang urung oldingizda turibdiman. Bugun sizni tuyuqsiz ko'rib qilib, o'zimni zotli tutib ola olmadim. Siz bek tuyuqsiz uchrashqashqa ko'nglimiznikini to'kib bo'la olmaydigan o'xshaymiz. Men faqat shuni ayta olayman. Sizni so'yaman, sizni mangu so'yaman. Ishonsangiz, hozirgacha so'yib keldim. Rayhonning to'kilayotgan ko'z yoshlariga shuncha yildan beri yuragiga o'rnab ketgan dard alamlari hijron azobi qo'shilib eqib chiqyotdi. Ular mehmonxonada birga choy ichib, kashlik tomoq yedi. Rayhon endi uningga sapsilib qarab edi, u hech qancha o'zgarmabdi. Burunqidan salla samirib qoldi. Qadrlikim Rayhon, dedi u o'zini tutib olib. Bilaman, sizni azobda qo'ydim. To'p-to'g'ri 10 yil bo'pti. Rostdanla sizni zotli unutmadim. Ishlar orqa-orqadan yuz berdi. Bularni deb kelsam gap to'la. Urush vayronchiligi, oila vayronchiligi meni cheksiz azobladi. Biroq bizdagi hayot mana shuning o'zila reallik ham baxt. Bugun aram bir ko'rishganda o'zimizning gapini qilaylik. Rostini aytsam, ayni chaqda sizni bir ko'ribda kuyib qolgan edim. Sizdan ayrilgandan keyin sizni shunchalik sevindimki, tas qoldim urush maydonidan qochib kelgili.
Bo'ldi. Bugun burunqi ishlarni unutib, shu damning o'zini ko'ngillik o'tkazaylik. Keling azizim, siz yana mening bag'rimda, yuragimda, qalbimda. Opa, siz dadam bilan soatlab yurishmidingizmi? Xiyol bilan o'tirgan ana cho'chib ketdi-da, Qizim, choy damlab chiqqana, dedi nihoyat zaif ovozda. ananing xiyollari bir-biriga ulashib ketdi. Shu ish bo'lib, yana oradan biror yilcha o'tganda kutilmagan bir ish bo'ldi. Toza qattiq yomg'ir yoqqan bir kun edi. Darvoza ansiz qiqildi. Rayhon yugurib chiqib darvozani ichib, ko'zlariga ishonmay qoldi. U birdilla orqaga o'rilib, uyga kirib ketdi-da, eshikni ichidan taqib oldi. Darvozada turgan kishi uning eri Abdurahmon edi. U ablah bir yil burun uni yo'lda tutib olib, mehmonxonaga akirib, bir kecha birga bo'lib, shundan keyin yo'qib ketgan edi. U erining qaytib kelishini, o'zi bilan birga yashashini, qizini bag'riga besishini qanchalik kutdi. Biroq xuddi tush ko'rgandek ish bo'ldi. Uningdan zodila xat-xabar bo'lmadi. U umidini uzganda yana nima deb uni istab keldi. Eshik to'xtamay chekildi. Biroq Rayhon hech nimani anlamagandek divanda jimjit o'tirdi. Bir vaqt eri ochiq turgan derazadagi gullarni elib etib, derazadan uyga tushdi. Uning kiyimlaridan oyog'idan oqqan suv polni ho'l qilib. U oyog'ini silib divanga kelib o'tirdi. Bugun tuyuqsiz kelib sizni bearam qildim. Meni kechiring, dedi u yelinish talaffuzida. Rayhon hech nima demadi. U go'yo uning so'zini anglamagandek o'tirgani bilan ochiqdan portlay qilyotdi. Nemishqa undaq qilasiz? Sizni urushda o'ldi deb o'ylasam, nemishqa yana paydo bo'lasiz? Meni 10 yil azobda qo'ygan az deb yana nemishqa qo'shlab azob elib kelasiz? Meni tirik peti mundaqmi qiynamsiz? Menga ko'rinmayli qo'ysangiz bo'lmasmi? Rayhonning ko'z yoshlari yomg'ir bilan tang quyildi. Yuragi ezildi. Qiz vaqtida maylini tortib, o'zini ko'ydirib olib to'y qilgan. 10 yildan keyin xuddi tushida ko'rgandek g'ilpalla ko'rinib g'oyib bo'lgan bu ikkinchi qitim uning mush kallasini chalg'itib turardi. Uning yoshligini, umrini zoyi qilgan, yuragini sevgi azobida qiynagan shu emasmi? Mavlon Xo'jayev uning hayot ekanligini aytganda u qanchalik shodlangan. Uning iztirikini qilib, Anjan rayonlik hukumatgacha xat yozmagan qolmagan. Biroq derikini ololmay, uningdan umid o'sgan emasmidi? Endi tuyuqsiz paydo bo'lib, zot nima qilmoqchi? Rayhon, bek to'nglab ketdim. Biror piyola choy beramsiz? Rayhon uningga pisand qilmay o'tiraverdi. Bo'pti, o'zim damlab chiqay, deb Abdurahmon oshxonaga kirib ketdi-da, hayol bo'lmay chaynakka choy damlab chiqdi-da, Rayhonga bir piyola choyni tutib, "Elingga qo'sh bo'lib ketay, hamma ishni sizga oldirmay tushundiraman", dedi. Rayhon ilojsiz piyolani qo'liga oldi, biroq ko'z yoshlari zotini to'xtamadi. Oxiri titrab turib, ig'iz ochdi. Mendan jiroqlab ketgan odam yana nemishqa meni izlaysiz? Nemishqa mening oromimni buzasiz? Ayting, siz zoti nima qilmoqchi? Uyni jimjitlik qopladi. Faqat ochiq derazadan yomg'irning taraslab tushayotganligi, barqancha adab ketayotganligi anglanadi. Siz nima deysingizmi haqliq? Meni qanchalik haqoratlang, ayiblang, tillang, men rozi. Chunki oldingizda gunohkorman. Bugun faqat sizning hol so'rab kelishim. Rostini aytsam, mening ko'nglimni parakanda. Hozir ilgirki ishlarni so'zlashmaylik. Men faqat shuni deyalayman. Sizni so'yiman. So'yib keldim, ham menga so'yiman. Sirtdagi mashina orqa-orqadan signal berdi.
Abdurrahman Rayhanның yanıga kelip, onun kollarını sılap, közleriga lavlarini tekkizdi de, közüge yaş elip turup. Hazır Moskvaga meňişim kerek. Bolmasa aeroplanga ulgurelmeymen. Men kelemen. Şu güni taza obdan paranlaşaylı. Mavu sizge azgını sowgat. De konvertini koyup çıkıp ketdi. Şu güni Rayhanга kızı Zulfiye toğrısıda eğiz içiş pursati bolmagan edi. O bu işini bilse qandaq bolup keter ha? Zulfiye'nin demlengen çayını kötürüp kirişi anını yana xiyaldan tartıp çıktı. Dadanğa sen toğırlık eş nersi demegen edim, dedi ana piyalını koluğa alğaş. Nemiş qəmdi? Keyinrek anladım. Onun men bilen toy kılışının aldıdıla xotini ve bir kızı var iken. O uruştun qaytıp ağırıp yetip kalgan xotininin halıdın haber alğaş bir neçe yıl Enjanda işlepdi. Xotini tügep ketkenden keyin kızını çoğ apısının yanına koyup özü Moskvaga berip 4 yıl okuttu. Hazır dehqançılık pəldiri boyunca mutaxassis iken. Onun işlep atkan, tadqiq qilib atkan çoğ işleri var iken. Şunundan beri öýlenmepdi. Onu özü sözlep berdi mi? Başkalardan anladım. O toğrısı da zatıla eğiz aşmadı. Hazırçı o qayerdə? Moskvada. Taşkentga kelmemdiken? Keledi. Taşkentde mo tadqiqat ornu bar eken. O her ayda maňa pul äwätip berip atydy. Men onu izlep barımen. Bolmaydı kızım. Nemi degen köp bolmaydı bu? Men barsam bolmasa, o kelmese, ya sen bilen bile turmasa, sana şunca yıl salgan derdi yetmemdi. Nemişki sana hiç çağırmaydı. Zaten nemişki. Boldu kızım, sözle verme. İç ağrıtış, muhabbet emez. Onun telefon numuru var mı? Yok, o özü telefon kılıdı. Sen nem degen biçare, qançılık qaygı elemlerini çekkensen canım abba. Zulfiye yığlagan peti apsağı özünü attı. Kızının etqalları haqiqat edi. Bunu mu turmuş degili bolamdı? Ayal kişi kızını şunca yıl yalğız bekip çoğ qılğıça qançılgan japalarını tartsa, texi erige busini çıkarmasa? Tırsına Yunus'nun Vatan Söygüsü namlıq romanını bugün muş yergiç okup berey. Davamını keler qetim anlığaysız. Allah'a emanet.